Assalamu alaykum aziz qarindoshlar, ekran altidagi hurmatli ko'rurmanlar, hammanglarning yakshanbanglar xayrli bo'lsin. Bugun bir yildan beri davomlashtirib kelayotgan Akademiya Söhbeti programımızın ikinci pesillik tuncu programısı orqali sizlar bilan yuz ko'rishib turibdiman. Bununla ait xursandman. Biz programımızı bir yılını to'shqizgan ayda birinci pesilning oxirgi programısı 7. ayda faxrli advokatimiz Nuri Turkal efendimni taklif qilib o'tkazgandik. Bir aylık dam ilishdan keyin mana bugun tunji programımızı ikinci pesillik Akademiya Söhbetininki tunji programmasını hozirgi zaman Uyg'ur tarixchiligida, Uyg'ur tarix sahnesida chaqnagan bir yulduzni, hammamizga tanishlik bo'lgan tarixchi doktor Nebijon Tursun efendimni taklif qildik. Qenamsa diqqatinglar programmamizda bo'lsin. Nebijon efendim, hoş geldiniz. Rahmet sizge Maqbirat Hanım. Köp rahmet. Orallaştığınızga. Hoş buldum. Ben rahmet etime. Vaxtınızı ajratib bu program qetilganlığınız üçün. Hazır hem de Uyg'urlarninki her sahada nurg'un yaxshi o'zining madaniyati haqida olib borgan tadqiqotlar bilan dunyoga tanilgan nihoyatda yaxshi bilimli odamlar bor. Bularning birisi Nebijon efendim, siz bo'lyapsiz. Biz birinci qo'l materialni, ya'ni biz o'zimizningki vatanimiz bilan munosabatlik, o'zimizning tariximiz bilan munosabatlik, til adabiyotimiz bilan munosabatlik bundaq tadqiqotlarni berishimiz bekmi yaxshi, albatta chet elliklarni tadqiq qilyotdi, lekin bizning o'zimizning ichidan yetishib chiqqan bu ziyolilarimiz haqiqatan bizni faxrlantirdi, bizni so'yindirdi. Uyg'urlarninki mushu tadqiqot sohasida olib borgan bu natijalari hozir Uyg'ur xalqininki dunyoga tanilishini turtki bo'lyotdi. Yaqinda Uyg'ur sud mahkamasi ochildi. Bu endi menimcha oson bir ish emas. Bütün dunyoga Uyg'urlarninki qandaq bir millat ekanligini, faqat hozir endi Xitoyni sudga tortish bilan birga bu bütün sud jarayoniga qaraydigan bo'lsak, Uyg'urlarninki tarixi, Uyg'urlarning madaniyati, Uyg'urlarninki vatani, Uyg'urlarning qayerda yashaganligi, qandaq bir millat ekanligini munosabatli bütün bu jarayonlarni bir qitim dunyo xalqiga nihoyatda muhim sudchilar tarafidan va nihoyatda fidokor, qahramon bizning shohidlarimiz tarafidan dunyoga sunildi. Bunun uchun biz nihoyat xursand. Bugun endi o'zimizningki programmasiga kelsak, Nebijon efendimni burunmi bu programlarda ko'rgandinglar, mo'l tarix bilimidan huzurlangandik. Uyg'ur tarixi haqida nurg'un foydali ma'lumotlarga ega bo'lgan edik. Bizga so'zlab bergan Uyg'ur tarihi bilan munosabatlik ma'lumotlardan. Bugun biz programmamizda Nebijon efendimning hayotini, o'sib yetish jarayonini, uning oilasini, tarix kasbidagi utuqlarini tema qilishni loyiq topdik. Aldı bilan Nebijon efendimninki bu programga qitilganligiga yana bir qitim rahmat aytaman. Onun ustiga Nebijon efendim o'tganlarda bir yozma yozdi, hammanglar o'qidinglar balkim. 60 yaş kirgan ziyolilarimizni mushu yozmasida tilga olib o'tgan. Bu bir insonning hayotida nihoyatda agar tadqiqot bilan shug'ullangan bo'lsa, o'zining vatani, o'zining xalqiga xizmat qilish bilan shug'ullangan bo'lsa, eng ko'p meva bergan va eng hayotininki go'zal mavsumi bu 60 yaş deb men shunday o'ylayman. Shuning uchun sizni bu munosabat bilan tabriklayman Nebijon efendim. Salomatlik tilayman. Rahmat. Qenamsa ijtihadli tarixchimiz Nebijon efendimninki hayoti, ailesi ve o'sib yetish jarayonini onun o'z og'zidan anglaylik. Marhamat. Rahmat Maqbirat Hanım. Bugün nihoyat yaxshi bir shundoq bir uchrashish, suhbatlashish bir imkoniyat yaratganligingiz uchun. Albatta bizning bu suhbatlarimiz hozirgi vaqtda dunyoda Uyg'urlar xuddi siz degandek zo'r bir qiziqishga duch kelayotgan, tarixda ko'rilmagan darajada dunyoviy bir qiziqish qo'zg'ayotgan, ko'ngil bo'lishga erishayotgan bir vaqtda to'g'ri keldi. Ko'p rahmat. Siz boyatini eslatib o'tganingizdek, sizning tabriklaganingizga albatta rahmat. Xudoyim biroz 60 yoshga kirishga yana 2-3 yil bor menga. Ammo men shu 60 yoshga kirayotgan do'stlarimni tabriklagan. Bo'lmi yaxshi oldin olasiz. Birinchi tabriklagan odam bo'ldingiz meni. Xudoy bo'lsa. Endi men o'zimninki oldidan bu siz degandek hayotimni tanishtirish to'g'ri kelsa,
Albatta her bir kishininki o'zining bir hayot musofasi bo'ldi, besib o'tgan Evet. tug'ilish, o'zining yurtida anadan keyin o'sib yetilish, ota-onaning mehrini ko'rish, urug' tuqqan do'stlarning mehrini ko'rish, eng oxirisida universitetlarda o'qish, ishlash yoki universitetda o'qimasimi o'zining bir tanlagan bir hayot yo'li bo'ladi endi. Musofirlar bo'ladi. Bizmi endi yeshimizga loyiq besib o'tgan musofirlarimiz pek uzun bo'lmasimi, yetarlik darajada uzun. Ko'rgan narsalarmi, uchrashgan odamlarmi, bilgan narsalarmi bir qadar keng, doiramizni yuqori doirada ko'p uchrashishlar bo'ldi. Endi o'zimning hayotimdan olsam, men o'zim Uchturpanda tug'ilgan 1964da Uchturpan nahiyyasi, Uchturpan shahrida meningki dadam, anam, ular hammasi o'qituvchi. Konu ziyali shular shu ilmiy tadqiqot dadam bo'libmi tarix tadqiqoti shu ishlar bilan shug'ullandi. Men azroq bu vaqtda bir ko'z tutib qo'ysam, o'zimningki masalan jutumningki masalan shu mana shu Uchturpanda tug'ilganda, mana bu bizning Uchturpan. Uchturpandagi bu 7 qizlarim maqbarasi. Uchturpan endi o'zi mening jutumni azroq so'zlab o'tgan chog'da tug'ilgan bizningki bu tarix qiziqishimiz, Uyg'ur tarixini o'rganishimiz, Uyg'ur tarixiga alohida bir ishtiyoq bog'lab millatimizning tarixiga bundaq bir ko'ngil bo'lishimizga naiti bir sabab bo'lgan omillarning birisi shu ota-onamiz bo'lsa, bo'libmi dadamningki kichigimdan shu tarbiyalab tarixiy masalalarni tushuntirib qilishlari, bildirishi bundaq chiqqan chog'da birinchi tarix o'qituvchim oildan boshlangan, dadamdan boshlandim desam bo'ladi, onamdan bo'libmi dadamdan. Biz Uchturpanda shu nurg'un tarixiy bir joylar bor. Masalan, 7 qizlarim maqbarasi deymiz. Bu 1765-yildagi Uchturpan qo'zg'oloniga oid Manju Xitoy shu vaqtdagi bosqinchilarga qarshi tunji qo'zg'olon Manju ishg'oliyatiga qarshi. Shu Uchturpanda qahramon qizlarning qabrisi, maqbarasi endi. Biz demak kichigimizda shu Aqto'qaydagi shu maqbara joylashgan joylarda o'ynab, tog'larda o'ynab cho'ng bo'lgan, kallimizga nurg'un savollar tug'ilgan. Shu vaqtlarda shu dadam shu savollarni tushuntirib, shuna qahramon qizlarningki qabrisi bu deb tushundiratdi. Shuningdan kallimizga shundoq bir tarixiy bir qiziqishlar, sirlar tuyulgan. Mana Uchturpanda To'qqizbuloq degan bir bog'cha bor. Uning ustidagi bu tog', Mo'ljar tog' deydigan tog'. Bu tog'da burungi vaqtlarda eshib qolgan ko'ni bir ravoqlar bo'ladigan. Bu tog'mi Uchturpanning shu tarixida mundaq chiqqan chog'da 1860-yillardagi ikkinchi qatimliq cho'ng qo'zg'olon jarayonida shu tog'ga chiqib olgan Manju Xitoy askarlari, amaldorlari o'zini portlatib o'lib olgan shu tog' ustiga chiqib olib qo'zg'olonchilarningki qo'rshovida qolganda nurg'un tarixiy sirlar bilan to'lgan bir tog'lar. Biz mush tog'larda o'ynab cho'ng bo'lgan. Tog'lardan nurg'un jasadlarning suyaklarini shunda ko'rgan. Mushlarning hammasini dadamizdan so'raganda dadam Tursun Barat rahmatlik mushu tarixni so'zlab beradi. Demak, kichik vaqtimizda shu 10 yoshlar vaqtimizdan tortib, 10 necha yosh vaqtimizdan tortib Uchturpan biz o'zimizning yurtimizda mana shunday tarix savollar qo'yib, savollarga dadamiz javob berib, tarix engini singdirgan. Buningdan asosda bizda endi shu Uchturpan haqida oldindan tarixni yurtimizdan, ota-onamizdan o'rganish bilan boshlab, eng oxirida bugungi kunda shu butunlay eng hayotini shu tarix masalalarga Uyg'ur xalqining, millatning shuningga bag'ishlashadigan bir yo'lga mangdoq desak bo'ladi endi. Bu Uchturpandagi masalan bir kona qabri bu 1765-yildagi Rahmatulloh bek Uchturpan qo'zg'oloni masalan jigdi yig'iligi shu 7 qizninki ichidagi Maysxon degan boshlamchisining aksi. Shu kishining qabrisi endi bu 200 necha yilning o'zi. Bu burun tortilgan surat, ammo keyin bu qabri bormi yo'qmi, allaburun chiqib tashlab o'tildimi, men bilmayman, ammo burun tortilgan suratdi. Demakki, bizningki hayotimiz ana shu Uchturpanda shuning bilan shunday tarixiy bir joylarda boshlandi desam bo'ladi endi.
Bo'libmi hamda mening oldida o'zimningki oilamga kelsam, meningki dadamning ismi Tursun Barat. Tursun Barat dadam o'zi shu Qashqarda tug'ilgan, Qashqar Feyzvatliq. Anam Nurnisa xon, o'qituvchi Abdurayim, Nurnisa Abdurayim. Uchturpanda tug'ilgan. Hamda dadam 56-yilda shu Qashqar Darul Muallimin, mana bu Qashqar Darul Mualliminning 50-yillardagi surati. Bu Qashqar Darul Muallimin 50-yillarda hamda shu Tangir tog'larining janubidagi eng cho'ng oliy maktab. Keyin bu Qashqar Pedagogiya oliy texnikum bo'ldi, keyin Qashqar Pedagogiya instituti bo'ldi. Eng oxirida bu taraqqiy qilib hozirgi Qashqar universiteti bo'ldi-da. 50-yillarda janubdagi mutlaq ko'p qism ziyolilar mana mushu joyda o'qib tarbiyalangan. Mushu joydan chiqib Urumchidagi Xinjiang instituti deymiz va boshqa joylarga hatto keyin Sovet ittifoqiga o'qishga chiqqanlar 50-yillarda. Janubdan chiqqanlar ko'pinchisi shu Qashqar Darul Mualliminni bitganlar. Dadam shu 56-yil Darul Mualliminni bitirib, yuqori sinfini o'qituvchilikqa taqsim qilib, Uchturpanga kelib, Uchturpanda 56-yilda tunji qatim Uchturpanda birinchi o'rta maktabini qurib chiqqanlarning biri hamda boshqa sabdoshlari bor. Shu birinchi ma'rifni ochgan. Anadan keyin Xinjiang institutiga qo'yib, u vaqtda Xinjiang instituti deydi, Darulfununda. Shu yerda 3 yildek o'qib, yana qaytib kelib davomli ishlab, imomlarim yezisida bir yana u yerdan bir o'rta maktabni ochib, keyin andan uzun mezgil andan hukumatda shu tashviqot bo'limida ishlab, shu yerdan andan 89-yilda pensiyaga chiqmay 89-yilda Urumchiga yetkilib, Urumchi shaharlik 46-o'rta maktab deydi. U chaqda kadrlar maktabi deydi. 46-o'rta maktab bo'ldi. Shu yerda o'qituvchi bo'lib, oxirida shu yerdan pensiyaga chiqib 2017-yilda vafot bo'ldi. Dadam o'zi shu o'qituvchi hamda anadan keyin tarix tazkirasi yozuvchisi. Nihoyatda jiq Uchturpan tarixiga oid, umuman Uyg'ur vatan tarixiga oid nihoyat ko'p tazkirlarni, maqolalarni yozgan asosligi Xinjiang universiteti jurnali, Xinjiang tazkirasi va undan boshqa yana Aqsu tazkirasi va boshqa nurg'un jurnallarda maqolalar izchil chiqib turdi. Uchturpanda o'tgan 19-asrdagi Molla Musa Sayramiyning qabrisini tepish, shuni bekitish ishiga dadam o'zi yetakchilik qilgan. Uchturpandagi shu 7 qizlarim maqbarasini bekitish, shularning shu 1765-yildagi shu qahramon qizlarning qabrisi ekanligini bekitishdan iborat tarixiy faktni dadam o'zi xalq ichidan to'plab tarixiy materiallarni ko'rib, Xitoyning tarixiy materiallarida unda 7 qizga oid, unda qahramon qizga oid hech qanday manba yo'q. Uyg'urning tarixiy materiallarida Molla Musa Sayramiyninki asarlaridan va boshqalardan undaq bir manba yo'q. Ammo xalq ichida rivoyat bor. Xalq ichida shu Rahmatulloh Beg shularninki jamiyatininki avlodlari bor. Shularni izlab surishtirib dadam 70-60-yillarda aniqlab ularning bir qo'lyozma jamiyat shajaralarini tepib chiqib, shuni ola eng oxirida bu 7 qiz qabrisi shu Maysxon boshliq shu jangda Xitoyga taslim bo'lishni Manju askarlariga nomus ko'rib, o'zini tog'dan tashlab o'lib olgan shu qahramon qizlarning qabrisi deb bekitib, eng oxirida andan bu qabri tiklash ishlaridan tortib o'zi yetakchilik qilib, uningga aralashib, uning hatto qabri teshiga yozilgan shu jumlalarmi, shu yerda yozilgan mashhur jumlalar bor. Shuning hammasini dadam o'zi yozib chiqqan. Shuni bekitishda nihoyat muhim rol o'ynagan endi. İbrahim Qurban deb bir o'quvchisi bor. Bu İbrahim Qurban shoir hamdi. U odam tarixlarni bilmaydi, faqat shoir ham she'r yozdi. Shuning shu Uchturpan haqida butun tarixiy rivoyatni so'zlab beshib turib, dostonni yozg'izish ishlari yozg'izgan. Dramalarni yozdi. Endi Uchturpanda 1945-yil Sharq Turkiston armiyasi Aqsuga tushganda janubga So'poqin Sovrov, Qosimjon Qabri, Abdukarim Abbosovlar boshchiligidagi janubni ozod qilish uchun Uchturpandami Sharq Turkiston uchqunlar tashkilotininki gruppasi bo'lgan, ya'ni Limutallib qatorliqlar Aqsuda qurgan. Bular Sharq Turkiston armiyasi bilan birlashib Aqsuni ozod qilamiz degan. Shulardagi Seyit Abbos, Artiq Abbos deganlar bor. Uchturpandagi 18 o'qituvchi, 16 o'qituvchi, ba'zida 14 deydi. Shularning ichidagi Artiq Abbos degani meningki onamning hadisining yo'ldoshi. Shu vaqtda 5-yilda uni Xitoylar bu 18 yoshni Uchturpanda biroqla etib tashlagan shu vaqtning o'zida. Shu vaqtda shu Artiq Abbos etilgan hamda ammamning yo'ldoshi mandaq hamda. Dadam keyingi vaqtlarda bular haqida Uchqun deydigan bir drama yozib chiqdi. Mushu tarixiylarni, qahramonlarni tiklash, mushu jihatlarda dadam nihoyat rol o'ynagan.
Amaliyotda mushu tarixlarni dadimiz kichigimizdan tortib bizning mingimizga quygan endi so'zlab. Mundaq qilgan chog'da har bir odam o'zining tarixini, millatiga bo'lgan qiziqishni oldi bilan oilasidan boshlaydi deb o'ylayman. Agar To'g'ri deysiz. shundaq bir shajara, shundaq bir tarix tushunchasi, tarix tarbiyasi bir milliy ruh ayında uqum bo'lsa, u cho'qim u singidi. Agar u avlod oilada amal tutish, huquq tutish, pul tepish yoki boshqa ishlarning tarbiyasi ko'proq bo'lsa, balkim shuning ta'siriga uchrashi mumkin. Shuning ta'siriga uchrashi mumkin. Va boshqa sabablar bo'lsa, hayot halakchiligi bo'lsa, shu hayot halakchiliginingki ta'siriga uchrashi mumkin. To'g'ri deysiz. Shu nuqtalar Oila muhim. Darul Muallimini bitirgan oliy texnikumini. Ko'p tarix kitoblarini o'qiydi, anam jiq so'zlaydi, Nurnisa Abdurahim, anamning ismi rahmatli. Shu ishkaylarning ta'siridan nayta shunda bo'lgan endi. Bunda. Oilamiz tarixi ko'p so'zlanadi oilamizda, ya'ni mening bovam o'zi Qashqar Bashkaramlikkan. Momam o'zi Mavo Sovet ittifoqining shu vaqtidagi hozir Qirg'izistonning Qaraqol degan Burjuvalsk degan shahardan Uyg'urlar ular. Bovimiz 10-yillarda Qashqardagi xalq madrasasini bitirib damollar bo'lib ekan, keyin andan so'ng tijorat bilan shu O'rta Osiyoga chiqib, shu yerlarda Moskva, bu Andijon, Toshkentlarda savdo qilib yurib, pul tepib, oxiri Qaraqolga kelib, Qaraqolda turib, shu yerda Abdukarim Abbasov bularningki jamiyati va Hashim Oqsoqol deganlar. Bular hammasi keyingi milliy armiyaning komandiri Muhammad Iminov, bularning hammasining ajdodi shular ashada. Shular shu Qaraqolda turgan Uyg'urlarning asosliq markazi bu. Ma'rifat, milliy siyosiy ideya ong markazlarining biri endi. Shu yerda jamiyatimiz shu yerda turib 33-yilda, 32-yilda tutish boshlangan chog'da Sovet ittifoqi tozalash, boy quloqlarga zarb berish haqida. Bizning bo'limiz cho'ng savdogar bo'lganligi uchun nurg'un joylar bor. Qolgan 4 o'zining qayninisi ular yerlik Uyg'urlar. Ularni tutishdan burun bir do'sti xabar qilib qo'yib, hukumatlik saqchi sen qochmasang bo'lmaydi degandikin bir kechida bular g'olji qochib keladi. Orqadan andin bizning jamiyatimiz yo'g'on qurol joylarini tashlab, anadan keyin butun 60 tak urug' tuqqan jamiyat, navri chavra bular hammasi andin bir oydan keyin ular andin g'oljiga qochib keladi. U vaqtda nurg'un Uyg'urlar ocharchilik, Sovet ittifoqining quloqlariga zarba berish, shunday harakatlar nurg'un Uyg'urlar qaytadan 31dan 33 kishi araliqda Qozog'iston Yetsu vadillaridan, Qirg'iziston Issiqko'l, Farg'ona vadillaridan qochib kelgan, asosli g'olji ili vodisiga qochib kelgan nurg'un tarixiy shohidlarimizning shu paydo bo'lishi 30-yillarda asli shu joydan qochishdan kelib chiqqan. Bizning bobolarimiz yerimi g'oljida qolib qilib, yerimi Uchturpanga kelib, sabab Uchturpanga nima ish kelib qolgan desa, Qaraqolga yaqin tog'dan otlab 100 necha kilometr chegara. Keyin vaziyat o'ngshalsa ketib, o'zimizning uyimizda turamiz degan, lekin vaziyat o'ngshalmagan, shuning Uchturpanda qilib, shuning bilan bizning onamiz Uchturpanda tug'ilib, shuning bilan bizlar Uchturpanda tug'ilib tariximiz shunday bo'lgan. Bu tarixlar oilamizda shu voqealar ko'p so'zlanadi kichik vaqtimizda bir yerda o'tlasak. Artıq Abbasning voqeasi, Xitoylarning qanday o'ltirganligi, mush hikoyalar jiq so'zlanadi. Mana mushu narsalar bizga singan. Mundaq chiqqan chog'da mening yurtimning tarixi, qahramonlik bir tarixi. Ikkinchisi, shu vaqtdagi Manju istilosiga qarshi 1765-yillik bizning Sharq Turkistondagi eng cho'ng qo'zg'olon 1765da Uchturpanda bo'lgan. 6 oygacha sepilga hujum qilib, Manju Xitoy askarlari ololmagan bu. Ilidan 10 ming kishilik qo'shin boshlab kelgan general. Qo'rshovga elibmi ololmay, 6 oy taslim qilinmay, oxiri ishidan bir xoinlar chiqib, shuning bilan oxirida andin vayron bo'lgan. Bu tariximizda unda 6 oygacha bosqinchilarning besib kelishiga yo'l qo'ymay, shaharni bermay 6 oy qarshilik ko'rsatadigan qatma-qat. Unda tarix faqat keyingi vaqtida Uchturpan tarixida bo'ldi endi bu. Shunday bir qahramon shahar. Albatta biz mushu shaharning tarixi bilan cho'ng bo'ldik, ota-onamizning tarbiyasi bilan cho'ng bo'ldik. Mana mushular bugungi kunda bizningki mushu qiziqishimizga sabab bo'ldi. Men shu Uchturpanda birinchi o'rtani bitirib, Uyg'urcha o'qigan biz butunlay. Boshlang'ichdan tortib, Xitoycha o'qimagan. Anadan keyin Beijing Markaziy Millatlar institutida o'qidik. Xinjiang universitetiga taqsim qilindim 85-yili. Shu yerda o'qituvchi bo'ldim. 88-yilda O'rta Osiyo institutiga Xinjiang universitetining O'rta Osiyo falsafa ideyalar tarix bo'yicha magistr bo'ldim. Anakin 90-yilda andan Sovet ittifoqiga o'qishga imtihon berib, rus tilida natijam alaydi yuqori tema. Rus tilini burundan tortib, Beijingdan tortib o'zligimdan o'rgandim men.
Şunun bilen Moskvaga berip şu vaqtdagi Sovet İttifaqı Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik institutiga doktor aspirant boldum. 2 yildan keyin o Rossiya Fanlar Akademiyasi bo'lib ketdi. 97-yilgacha shu yerda turdim. İlgari keyin 95-yili doktor PhD yani tarix bo'yicha unvon aldım. Ben ilmiy anonim sizin özünüzün aile hayatınızdan qarğa vaqtida haqiqatan abiyamı degandek men aile bek muhimki naiti bizniki vatnimizniki hamma yeri mushunda qilaqi xosiyatlik muqaddas zemin Üçtürpanmı muşlarning birisi hem Üçtürpanda tug'ilib cho'ng bo'lishingiz hem ailengizniki hem dadingizning hem apangizninki o'zininkilik milliy tarihi yoki milliy ong saviyasiniki nayt yuqori bo'lishi bilan sizga o'xshash bir yaramliq odamni tarbiyalabdi. Bu jihatdan ag'a vaqtida ota-onalarningki tarbiyasi bek muhim. Siz Qaraqqo'ldan keldi oilam dedingiz, bo'g'laringiz shu yerdinki, o'xshash bir sarguzasht mening opamning beshidan o'tgan shu 31-yili shu opamni Qaraqqo'lda tug'ilgan mening ashundaq u tarafdan kelgan. Bu sarguzashtlarni bizga mashdoq so'zlab beradi. Dadamning ailesi qarsangiz başka bir facia, apamning ailesi qarsangiz başka bir facia. Bu Uyg'urning tarixida shu bizningki cho'nglarning debpagini bolalarning qalbida nayt ko'p iz qoldirdi ekan. Aile agar ashundaq o'zining tarixini unutuldirmaydigan bolalarga tarbiyani beradigan bir aile olsa haqiqatan bu kelgusi avlodlarning yetilishida nayt muhimki bu. Sizning ailangizmi bu shundaq örnek, ulgi bir ailega Sizga bir cümleni qo'shib qo'ysam, siz shundaq dedingiz. Nurg'un Uyg'urlarning, nurg'unimizningki shundaq bir musofirlik tariximiz bor. Mana buning hammasining tegi o'zining mustaqil davlatining, mustaqil vatanininki mustaqil erkin hayotining bo'lmaganligidan kelib chiqqan voqealar buning hammasi. Bizningki keyingi 300 yillik tariximiz shu kurash, mustaqillik uchun o'z davlatini, o'z hokimiyatini, o'z erkin hayotini qurish uchun kurash yo'li o'tdi. Şimdi bu jarayon nurg'un Uyg'urlar sargardon bo'ldi. Nurg'un Uyg'urlar 1765dan tortib, shu qo'zg'olon 1759dan boshlab chet ellarga, atrofdagi davlatlarga ketishga, shu yerda panohlanishga, qaytadan qaytib kelish tarixi boshlandi. 1820-yildan boshlab 1878-yil Yaqub Bey hokimiyati yo'qotilgandan keyin Xitoylar tarafidan. Anadan keyin 1881-yildagi bu ili Çarrusiya tarafından Manchu Xitoylar qaytarib bergandan keyin izchil holda necha turkum bo'yicha men buni 6 dolqinga bo'ldim tariximizda. Mush ko'chish tariximizni atrofga kechib, Marg'ani vodillari, Yetsuv vodillari, uningdan yiroq joylarga makonlashdik. Har xil yo'llar bilan 20-yillarning 5-ida nurg'un Uyg'urlar savdo tijorat yozda Qashqar taraflardan Farg'ona vodisiga chiqdi. U chaqda Anjanga bordi, deydi, Anjanga mangdi deb. Yazlıq qaytib keladi, nurg'unlar shu yerda qolib qoladi. Demak, bizning bo'g'imizmi shunday ketgan. Bundaq chiqqan chaqda eng oxirida men Amerikaga kelib yerlashib, Amerikaning fuqarosi bo'lib, Amerikada makonlashib, mishalik bo'ldik. Bundaq chiqqan chaqda o'zimning ajdodimdan surishtirsam, qolganlarni qo'yib qo'yay. 100 yillik qilqi, sargardonlik, musofirlik hayotimiz. Shu bo'g'imizning musofir, ya'ni menib yurgan, aylanib yurgan shu tarixini oxirgi hisobda biz yana besyapmiz. Buning hammasi nima deganda, men emas, menga o'xshash nurg'un Uyg'urlar, chet ellarda yashayotgan Uyg'urlar. Shunda bir tarixiy ajdodlarning shu musofirlar davomlashishi. Sabab bayatın degandek, o'zimizning bir davlatimiz, o'zimizning milliy hokimiyatimiz, o'zimizga ega bo'lgan bir huquq davlatimizning mustaqil hayotimizning bo'lmaganligi. Bundaq millat o'z davlati bo'lib musofir bo'lish ayrim, u davlatdan bu davlat ko'chib ketishi. O normal iş, köçmellik. Bizde köçmellik Uyg'urlarning bu siyosiy köçmellik. Her kandığı çok. Tegi siyaset bilan bağlanışlar, siyasi musafir. Qo'shib qo'ygan. To'g'ri deysiz. Bütün Uyg'urninki, mayli vatanning ishida qolganlar bo'lsin, ular boshqa bir zulmda hozir. Vatanning sirtidagilarmi shunday qilib, o'tning teshida ko'yapmiz, texmo echinish bizning ahvolimiz degandek, 100 yillarning yoqi Uyg'urlar köçüp şurvatıda ve bu zulüm tügümedi. Çıkılıp bu daim buyursa tügeydi dep ümit bile yaşavatımız var mı? Nebican efendim, siz Ali Mektebini Beyjin'de okudunuz. Onun dikin abiyemi kısqıştap gettiniz. Rusya'da okudunuz. Mana hazır Amerika'ya yerleştiniz.
Lekin siz til edebiyat kasbida o'qidingiz Beyjingda, shundaqku, ha? Shundaq, 30 yılını aştı. Mana tadqiqat hayatınız qaraydigan bolsaq, tadqiqatınızın asasen tarix sahəsiga mərkəzləşkənligini görürüz. Siz nima üçün tarixni tanladınız? Abiyam dadınızınki, sizin ailenizninki təsirinin bolğanlığını deb ötüb getdiniz. Yana başqa amillar barmı? Tarix kəsbini tanlashingizga türkü bolğan başqa səbəblər barmı? Onundakı tarix qandaq fən? Onu ögünüş, tadqiq qilishning bir millat uchun qandaq ahamiyati bor? Mush haqda qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat. Bo'ldi, rahmat. Siz degandek, men shu oldidan bu tarix qiziqishining manbasini so'zlab o'tdim, Yildizi Boyatinqi. Ikkinchisi, biz 81-yili men Uchturpandagi birinchi o'rta maktabni bitirgandan keyin shu vaqtida tunji 2 yil bo'lgan oliy maktablarga imtihon berish bo'yicha bir tutash. Shu vaqtda men hamda o'zimni maqtagan bo'lib qolmay, butun bizning vatan bo'yicha oliy maktabga o'tish imtihonida ikkinchi bo'lib ekanman 405 nomeri bilan. Yana bir bola birinchi bo'lib ekan 411 nomer olib ekan, men 405 nomer olib ekanman. Shu butun bizning vatan bo'yicha hamda o'chaqda eng yuqori nomer olganlarni o'qituvchilar shu Millatlar institutiga deb Beyjingga u yerga tanlab oladi-ku, ayında. Shu vaqtida shu tanlanib Beyjing Markaziy Millatlar institutining Uyg'ur tili adabiyoti kasbiga kirdik. U chaqda oz sonliq Millatlar tili adabiyoti kasbi deydi, fakulteti deydi. Shuning tarkibidagi Uyg'ur tili adabiyoti kasbi deydi. Buning oldida 78-yilning boti, uning oldida kelgan shu qadimgi turk tili sinfi boti, buningda masalan shu Amerikadagi Dolqin Qambiri, bizning vatanda Qahar Barat, bizning vatandagi bu Isrofil Yusuf, Abduqayim Xo'ja qatorliq tarixchilarimiz, ziyolilarimiz, bular hammasi shu qadimgi turk tili sinfida o'qigan va boshqalar bor. Ular tugagandan keyin ketib, anadan keyin 78da andan rasmiy shu Uyg'ur tili adabiyot kasbi bo'yicha vallah o'qish keldi. 79 qabul qilindi. 80-yilninki sinflari, 78-ninkida bizning Erkin Ahmad Anqaradagi Ankara Universitetining dotsenti Erkin Tarim. Shular 78-yilninki. Andan 80-yilning sinflari hozirgi Turkiyadagi bizning do'stlarimiz Barat Tangirtog'liq, Olimjon Inoyat, mana bular 80-yil. Bizlar 81-yillik bo'lib o'qishga keldik. 81-yillik bo'lib, shu Uyg'ur tili adabiyot kasbida o'qidik. Lekin endi bu jarayonda meningki alayda burun singan shu qiziqish bo'yicha men garchi o'qiydiganimiz til adabiyot bo'lgan bilan Markaziy Millatlar instituti, lekin bizda asosligi til asos qilindi. Adabiyot asos qilinmaydi alaydiligi. Adabiyot nazariyasi u bo'la bak asos qilinmaydi. Siz shu yerda o'qidingiz, kasbimiz o'qash. Bizga asosli qadimgi turk tili, qadimgi Uyg'ur tili, Chag'atay tili va boshqa nurg'un darslar berildi, tilshunoslikqa oid. Shular asos. Nurg'un turkologlarimiz shu vaqtdagi dangliq, shular bizga kelib dars so'zlaydi, leksiya so'zlaydi, ta Ibrohim Mutiyildan tortib Abdurahim O'tkirligicha kelib so'zlagan bizga. Shunga bizda haliqi mundaq chiqqan chaqda bizda deylik, endi ko'pchilik shundaq, albatta men o'zimda alayda bir xilqi tilga qiziqsammi, lekin hozirgi zamon Uyg'ur tilining o pel kategoriyasining ichida 1 yillab o'tag'im kamidi, 2 yillabchi, pelni tadqiq qilib yoki morfologiyani tadqiq qilib o'tag'im kamidi. Men turibdi millatimizning eng muhim bo'lgan omili mushuning tarixiy, madaniyat tariximiz, mushu o'tmishimiz, mushu hayotimiz zaten nim bo'lgan deb shuningga qiziqish kuchaydi. Shunga qadimgi turk til so'zlaganda qadimgi turklarning tarixi haqida ko'p so'zlandi. Rahmatli Tursun Ayıp muallim bizga shu darsni beradi. Shu jarayonda tarixga murojaat qiladi. Shunga men beka vaqtimning hammasida u chaqda Xitoy tilini qilib obdan o'rgandik. Xitoy tilida yozilgan bir qism maqolalar chiqishga boshlagan. Uyg'ur tarixchilarimizning o'zimizning Turg'un Almasning, Mir Sulton Osmonning, Ibrohim Muti va boshqa ko'p odamlarningki qadimgi Uyg'ur tarixiga oid yozgan maqolalari, asarlar chiqishga boshladi. Xitoy tilida ko'proq albatta tarjima qilingan chet elning asarlaridan yapon tarixchilarimiz. Bularning hammasini ko'plab o'qish jarayonida bizda tarix bilim tushunchasi texmi qiziqdi. Shunga men ko'p vaqtlarning o'zida asosiy vaqtimni men shu beka vaqtning hammasini tarix o'qishga, tarix materiallarini ko'rishga, shuni izlanishga, shuningga
e'tibor bergan edim. Masalan, şu Sharq Turkiston inqilobi tarixi haqidami tunji qitim men Markaziy Millatlar institutining o'qituvchilar kutubxonasida shu yerda ayrim bir materiallar bor. U yerga jiq odamlar kirmaydi, men o'zim kiratdim. Shu yerda bir kona bir boshqa millat bo'lsa kerak, Xitoy emas, oz sonliq millat bo'lishi mumkin. Shu kishi mandaq materiallar bor, sen kunda mishadi kitob ko'rsan, material ko'rsan, sana men mandaq materialni beray deb, shularning ichidagi bir ichki qismdagi qo'l yozma shakldagi 9 tomliq mush 3 viloyat inqilobi tarixi materiallari degan ayni vaqtda 50-yillarda Xinjiang harbiy rayoni tuzgan shu aslimlarning bir to'plam material ekan. Shu vaqt inqilobga oid. Shu ichki materialga hammasini sen ko'rib ol deb bergan. Shuni o'tirib ko'rib chiqqan. Uningda Ilxon To'ramning so'zlaridan tortib Ahmadjon Qosimiyning so'z nutqlari, Sharq Turkiston inqilobining butun jarayonlarga oid materiallar hammasi 50-yillarda Xinjiang harbiy rayoni, Xinjiang Junchu deydi. Shularning material bo'limi maxsus to'plagan material ekanda. Shularning hammasini men bir-birlab o'qib, ko'rib, xotir yozib chiqqan. Shu asosda tunji qitim 87-yilda 3 viloyat inqilobi haqida deydigan bir parcha maqola yozib, ash materiallar aslida. O maqolani e'lon qilish mumkin bo'lmaganda Uchturpanda 9 buloq chechaklari deb bir jurnal chiqardi. Dadam chiqaratdi. Ya'ni boshqa bir qanchadan birlashib. Adabiy jurnal. Bu 9 buloq chechaklarda shu maqolani shapografda bosadi endi uni. Besib chiqargan 15-20 necha batlik shuningdan boshlangan desam bo'ladi 87-yilda. Yo'q, 84-yilda. 87-yilda keyingi ishlar. 84-yilda. Shundan keyin endi butun narsa tarix bilan bo'ldi, qiziqish bo'ldi, o'qish bitirish maqolammi tarixga oid bo'ldi, til tariximizga oid. Qadimgi til bilan Uyg'ur tarixi birlashgan. Ya'ni mush Xitoy degan atalg'i haqida. Mush Xitoy atalg'i qanday kelib chiqqan degan masala haqida. Ruslarning o'chog'ida men ruschani mukammal o'rganganim. Rus materiallari ko'pdi. Shulardan foydalanib, Xitoycha, Uyg'urcha, o'zimizning va boshqa manbalardan foydalanib yozib chiqqan. Demak, shundan keyin Urumchiga qaytib kelgandan keyinmi, ya'ni men til o'qituvchisi bo'ldim. Qadimgi turk tili Uyg'ur hozirgi zamon Uyg'ur tili darslarini berdim. Xinjiang universitetining Jungo tillari fakulteti deydi. Shuni o'qituvchi bo'lib. Ammo aspiranturaga, magistr aspirantga imtihon bergandimmi, men yana tarix bo'yicha berdim. O'rta Osiyo falsafiy ideallar tarixi degan shu tema bo'yicha magistr aspiranturaga kirib, men kasbimni butunlay tarixga almashtiray bo'ldi deb, shuning bilan magistr aspirantlikdan men tarixdan berib, tarix nomerimni yuqori olib. O'chaqda butun imtihon, butun Xitoy bo'yicha o'rtaq. Ammo tarixni o Xinjiang yerlik tarixi degan nom keydirilgan bir tarix bo'lganligi uchun uni ashadiklar o'zlari chiqargan savol. Xitoycha yozib beramiz. Shuningdan men 91 nomer olib ekanman. Qolgan tarix fakultetining o'qituvchilari Xitoylarmi bor albatta bu tarixga imtihon beradigan. Ularni to'van nomer olgan. Vaqtida bizning O'rta Osiyo institutida Hoji Yaqub rahmatlik ishlaydi. Hoji Yaqub Yusufi. Va boshqa peshqadamlar bor. Xinjiang universitetining kuchli edi 80-yillarda o'qituvchi ziyolilarimiz kuchli edi. Abdushukur Mamat Emillar shu chog'da ishlaydi. Ular kuchlikdi endi. Mening muallimim vaqtidagi Zarib Do'lat degan odam tatar. Ma'rif boshqarmasini yaxshi kuchli o'qituvchilar boshlar. Aysha Mappay deymiz. Universitetining mudiri Hakim Jabbara Sharq Turkiston inqilobidan chiqqan. Shularni bizda ojiz bo'sh kelib qoldi deb bo'sh bular. Bo'sh deb tillaydiq, amaliyotda bo'sh emas, chinli ekan hozir selishtirib baqsaqda ularni. Shu vaqtda bo'sh bular deydik biz. Ammo ziyolilar haqiqatan shu universitet asosligi endi Uyg'urlar kuchli edi u vaqtda o'qituvchilar cho'nglar. Shu yerda endi men shu tarix kiray deb tarix almashdim. Shu Hoji Yaqub kamlar ashula tarix savolini chiqargan o'qituvchi, Xitoy o'qituvchi. Uning bilan bu odam nimishga bu til fakultetining o'qituvchisi bundaq 90 nomer oldi, tarix fakultetining o'qituvchilari tuvan oldi. Uning ustiga bu Xanzu tilida beribdi. Bu savolni bilavaga o'xshaydi deb degan chaqda Hoji Yaqub rahmatlik u odam millatchi odam bo'lg'ashqa qattiq tegib u professor. O senin adamlarınla 100 nomer aldığan, 90 nomer aldığan senin adamlarınla bildiğin iş yok. Bizden Uygur'umu bildi o emminimini. Uygur yukarı nomer alsa bilisi gumallandığan, üzən alsa normal ahval düşündüğün onda iş yok dep, dekisini berip koyup dikenmiş. Keyin şular bana şunda dedi. Şunda sual bulup biz mında cevap berdik dep şunda diye. Şuna u yer kirdim.
90 yılda anda Moskvaga bu o'qish tanlangan chaqda meni shu Sovet İttifaqı Fanlar Akademiyasining Sharqshunoslik instituti materiallarimni ko'rib shu yerga tanlab ekan. Tanlab men shu yerda maxsus andan Uyg'ur tarixi bo'yicha O'rta Osiyo Uyg'ur tarixi bo'yicha Uyg'ur tarixshunosligi degan shu mavzu bo'yicha tadqiqot sistemalik o'qish hayotimni boshladim. Ilgirki 6 yilda ekan bu vaqt. Shu. Shuning bilan ham demandaq tarixchi bo'lib ketdi. Aslında şair oluş oyunmu batı mening burun. Vaqtda şiirlarni yozatdim. Şiirlerim e'lon qilinadi u yer bu yerda. Keyin bu 80-yillarning oxirisida men o'zimga tanlab men kim bo'lay deb o'zimga shoir bo'laymi, yozuvchi bo'laymi, u bo'laymi deb o'ylab qo'yib, eng yaxshisi men tarixchi bo'lay deb men mush yo'lni tanlagan. Shoir bo'lmay deb. Shuning bilan she'r yozishni tashlab qo'yib, qilgan hozir men bir jumlami she'r yozolmayman. Hazır. Shunchalik tarix qiziqishi. Ama tarix sohasida haqiqatan qiziqish bilan siz so'ygan narsa bilan so'ymagan narsaning farqi bo'ladi. Demak bu tarix biz butun vujudimiz bilan chin yuragimizdan ishtiyoq bog'lagan, so'ygan bir o'zimizni bundoq qilgan chaqda bir atagan bir kasb desak bo'ladi. Bundoq qilgan chaqda. Ammo keyin Amerikaga kelgandan keyingi hayotim, xizmat hayotim jurnalizmga o'tdi. Yani şu edebiyat o bolunu taşlamadım. Elbette edebiyatının ben asaslığı tarihi proza ve edebi akbaratçılık şekli yani edebi hatırı şekline köştüm ben. Şiiriyet emez. Köygen bilgen vakalarını asas kılıp tarih bilen birleştirip üzerinin ideya nokta nazarlarımını sındırgen manda şekildeki edebi hatırı janrıga köştüm. 90 yıllarda şu Meylanka Moskva kıyalır şu edebi hatırı şekildeki eser ediyorlar. Ras vakalar, ras işlerini yezish manda qilib. Buning o'qirmanlar yana ayrim. Shu aniqida asosiy qilgan ishim mening ishdan sirtqa Amerikada Erkin Osiyo radiosi ishlagan 20 yil bo'ldi. Bu 12 yilingizda men bu yerda bosh muharrir. Lekin asosligi qildigan ishim beka vaqtim. Albatta xizmatimni qilib bo'lib men 8 soat. Kech kunduz uxlagan 8 soat uxlab bo'lgandan keyingi vaqtlarim shanba, yakshanba ancha-muncha o'ynab tomosha qilib, sayohat qilgan u bo'ladim, boshqa vaqtlarning hammasi asas vaqtim şu men tarix o'qish, o'rganish, yezish shunun bilan o'tuglik. Men shuningga odatda ko'proq ishtiyoq bog'laganligim uchun albatta xizmatimdan sirt bu ishlar. Xizmatim ayrim. Mening qildigan beka vaqtimda qildigan ishlar mana shu. Odat shanba, yakshanbalarni hamda bolalarim bilan ancha-muncha aylanganni hisob qilmaganda asas vaqtim bu ishlar bilan bo'ladi. Tarix o'rganish. Balkim yaxshi damilayotgan bo'lishi mumkin. Ama o vaqtda meni izlasanglar cho'qim bir tarix kitobining ichida o'tlagan bo'lib chiqishim mumkin. Sizin bu til tarbiyasi ağalığınız, universitetni til sohasida bitaginiz, ondan keyin o'zingizning oiladan kelgan qiziqishlar, ondan keyin o'zingiz yaxshi ko'radigan fanninki tarix ekanligini his qilib bu tarafga yo'nalishingiz hozir haqiqatan hayotingizda to'g'ri bir kasbni tanlaganligingizning isboti. Bu tarix kesbede hakikaten Uygur tarixida 13 tomluk bir eserini yazıp çıkış sizge nasip oldu yani. Bu cihetten sizin pəxriniz. Tarix hakikaten beh mühim. Tarixini biliş gerek. Hem de bu tarix qandaq fen, onu öğünüş ve tadqiq qilishning bir millet için qandaq ahmiyeti var degan temada men abiyam sual sorgandim. Bunu belki yana qayta soray. Bizning xalqimiz tarixninki qanchalik muhimligini his qildi deb o'ylayman. Ama belki tarix jarayonida bizning yashagan sharoitlarimizda biz tariximizni haqiqatan naytlik qinib o'rganamadik. Chunki har xil mesela biz cho'ngan sharoit qaraydigan bo'lsak nurg'un nimalar bordi, cheklamalar bordi. Bizning oldimiz qo'yilgan tarixni o'rganishga majburdik. Ama aile, sizin atanız o'xshash, bazı ailelerdeki atanlar o'xshash özünün tarixini sözlep, edebiyat cihetden bo'lsin, tarix cihetden bo'lsin, şu tarix bilan münasibət narsalarni sözlep, azraq bizning tariximiz bundaq deb mesela men shundaq bir aileden kelime, bizim kichigimizda tatib tarix nimelerini hatta hadan bil ishkimiz ko'chirib, ariyatga ekilib, ko'chirib ashtaqlanib saqlagan ashtaq bir tariximi bor mening ta o'rta maktablardan tatib. Shundaq bir xilalik
alohida bir tirishchanliklar bilan o'zimiz tariximizni o'rganishga boshladik. Nurg'un Uyg'ur xalqimiz bundaq fursatga ega bo'lamidi? Shuning uchun alohida yana abiyamqi savolimni takrorlayman. Tarix qandaq fan? Uni o'rganish va tadqiq qilishning bir millat uchun qandaq ahamiyati bor degan temada so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Albatta bu tarix qanday fan, bu tarix degan nima desa, har xil odamlar har xil tushuncha beradi. Har xil odam o'zining tushunchasi bo'yicha bir nimani so'zlaydi. Bu tarix bir oldidan bu bir ilm hamchu. Bu tarix ham reallik, ham bir fakt. Shuning bilan yoki bir odam yoki bir shaxs, bir gruppa, to'pluq, bir yurt, bir vatan, bir davlat shuniki besib o'tgan nayeti universal bir musafirlar bo'lsa, uning ko'rinishi bo'lsa, yana bir yoqdan olgan chog'da u tarix ham u bir ilm. Uni shu musafirlarni, shu hayot, shu davlatning, millatning, vatanning, yurtning yoki shaxsning shu hayot musafirlarini siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniyat va boshqa butkul sistemalarni tarixda besib o'tgan. Shuni ratlaydigan, to'playdigan, tadqiq qiladigan, xotirlab bekitadigan, ondan uni shu kunki real, shu mavjud bo'lgan tuzilma, hokimiyat, shaxs o'zining kundalik turmushi, hayot mezoni va kelgusi uchun ishlatadigan bir ilm, tarix, mening tushunishimcha. Ikkinchi birisi bu tarix ilmiga ahamiyati hamda bir cho'ng nuqtadan olgan chog'da shaxs nuqtasidan olganda, bir shaxsiy hayot nuqtasidan olganda, bir shaxsmi o'zining hayotidagi tarixiy ajdodlarininki o'zi faxrlanadigan ishlaridan shuni bilganda u bir faxrlanib, uningdan ruhlandi o'zicha, o'ziga bir ishonch ola oladi. Bir millatmi shunda, bir davlatmi shunda. Shuning uchun bir millat, davlat bu odatda tarixga ko'pinchisi nayt ahamiyat beradi. Tarix ilmi, bu ilm shaklida bu xotiraga elish, tarixni xotirlash insonlarda shuning uchun bu naytı insonlar aqliga kelib, ilm bu madaniyat dunyosiga, madaniyat davriga kirgandan keyin tarix buga e'tibor berish, garchi u vaqtlarda cho'ng ilm deyilmasa-mu, ammo shuni xotiraga elish nayt burun boshlangan. Masalan bu Herodotning davridan boshlasak, Grek, anadan keyin Yunon, keyin katta Xitoyning bu G'arbiy Xan sulolasi davridagi o'zlarininki tarixini qoldirgan Simachanning davrlariga qarasak, Xitoylarning keyingi davrlardagi va boshqa Yevropa millatlarining bo'libmi Greklarninki eng burun qoldirgan tarixiy xotiralari va boshqa o'rta asrlarda bu arablarning, shuningdek bizning qadimgi davrlarda bu Sharq Turkiston tarim vodillaridan tepilgan Uyg'ur yerlaridan tepilgan nurg'unlagan qadimiy vasiqalar, hujjatlar, mushlarning hammasini tarixiy xarakterlik narsalarmi bor. Mushlarning hammasidan qaraganda hatto bizning Türk abidlarimiz, masalan Ko'ktürk, Bilgitigin abidisi, Suniyxoq, Moyunchurqan abidlari, bularni qaramoqqa bir bunda bir abidek bo'lsin, lekin shu tarix, shu davrdagi shu qag'onlarning sharaflik, shonliq tarixi xotirlangan nurg'un davlat munosabatlari, millat munosabatlari, shu vaqtdagi tuzilma siyosat shuningda ifodalangan. Shunga o'xshash insonlar bularning hammasini xotirlab mangan. Har xil nuqtadan chiqish qilibdi. 19-20 asrgacha davomlashdi. Hozirgacha insonlar davomlashtiryapti tarixning ahamiyatini. Albatta bu tarix rasmiy bir ilm shaklida, rasmiy bir akademik shaklda asosli tadqiqot davriga kirgan 19-asrning oxirisi, 19-asr Yevropada, andan keyin asta-asta dunyoning ham yeriga rasmiy ilmiy bir metodikalik tadqiqot davriga kirdi desak bo'ladi. Shunga bu hamda bu tarix bu umum nuqtadan. Albatta tarixninki bir millatning, davlatning tarixini yozgan chog'da uningki tarixshunoslik bo'yicha nurg'un prinsiplar bo'ladi. Umumiy tarix bo'ladi. Bir davr tarixi bo'ladi, qisqa davr tarixi. Umumlashtirib aytgan chog'da. Va undan boshqa yana bu bir millatning tarixi bo'ladi, milliy tarix. Millatning davr tarixi, bir davr tarixi yoki umumiy tarixi. Aniki bir davlatning bo'ladi, bir jo'grafiyalik rayonning bo'ladi. Shunga o'xshash
bu her türlük boludan tarixlar, rayonlar boyunca. Bizningki özümüzün Uygurlarnınki tariximizden elip etqanda, özümüzün Uygurlar hamda Mahmud Qashqarining Türkiy tillar divani nuqul tarix asar bolmasın, amma onunda nurg'unlagan tarixiy uchurlar shu davrda tushundigan. Qoldirilgan Yusuf Asajibning tarixiy asar bolmasın, lekin onunda nurg'unlagan shu davr, Qarxonlar davri va uning oldi shu vaqtdagi tarixni tushundigan, siyosiy tarixni tushunish bo'libmi, hech bo'lmaganda ijtimoiy falsafiy fikrlar tariximizni tushunish. Ang tariximizni tushunishda muhim bir manba ashlarning hammasi. Onundan keyin ijtimoiy iqtisodni albatta, sistema, hokimiyat, qonun tushunchimiz. Onundan keyin masalan Turpan Idi qutlug'idagi har xil hujjatlar bor, qadimgi Uyg'ur yozig'idagi qonun hujjatlari va boshqa tibbiy hujjatlar va boshqa bular Turpan Idi qutlug'idagi bizning madaniyat tariximiz, siyosiy tariximiz, hokimiyat tuzilmamiz va boshqalarni tushunishdan muhim ahamiyatga ega. Keyingi davrlarda tazkirchilik paydo bo'ldi bizda, bu Faris, bu Iran, bu rayonlarda O'rta Osiyodagi bu tazkir yozish usuli bo'yicha shajara bizda bu narsalar shakllandi. Molla Musa Sayrami keyin uning oldida bu tarixiy Rashidi va bular hammasi shundoq bir tarix qatoriga kirdi albatta. Shuning izchil davomi. Ama keyingi davrda shu shajara yozish munosabati bilan, tazkir yozish munosabati bilan ana shu bir qism tazkirlar yozildi. Shu vaqtdagi xonlar, podshohlarning asosligi uluslarning Amir Temurning masalan hayotiga bag'ishlangan va keyingi bizning bu tarixiy Rashididagi Mo'g'ullar degan nomdagi shu Qashqariya, Sharq Turkistonning, shimoldagi shu xonliqningki Saidiyalarning tarixini tushunishda shundoq bir siz qoldirildi. Ama hozirgacha hamda bizda 20-asrda bu rasmiy tarix bir ilm shaklida Uyg'urlar orasida paydo bo'lgandan keyin Uyg'urlarda 20-asrning 5dan tortib oldi bilan bizda Nazarxo'ja Abdusamatovdan boshlasak buni o'zimizda. Molla Musa Sayrami hamda klassik bizning yozish usuli bilan bu hozirgi zaman tarix ilmi bu ikkisini birlashtirgan bir gavda desak bo'ladi. Ikki chegaraning ustiga qo'ygan. Ama keyingilar bular bir ilmiy shaklda metodika bo'yicha yangi shu vaqtdagi dunyodagi yozildi. Andan keyin 30-yillardami bu narsalar bizda xili taraqqiy qilib mangdi. Bo'libmi 7 Sovet ittifoqidagi Uyg'urlar uchun tunji tarix ilmi bo'yicha doktorlik unvoni olgan kandidat doktor bo'lganlar yetishib chiqishga boshladi. Arsham Hidoyatov deymiz shu vaqtning o'zida va Mahmudova deydigan bir ayol bor. 30-yillarda, 40-yillarda yana boshqalar chiqdi. Milliy ozodlik kurash tarixlarini tadqiq qilgan. Bizning vatandimi Ahmedjon Qosimiymi shunday ilmiy unvon olgan ekan bu odam, tarix ilmi bo'yicha doktori unvon olgan odam ekan. Tarix ilmi bo'yicha kandidat doktor degan nomni olgan ekan. Anadan keyin bu odam yana shu Sharq Turkiston Jumhuriyati vaqtidami tarix ilmiga alohida e'tibor berildi. Sharq Turkiston Jumhuriyatining butun jurnallarida, kurash jurnallarida Uyg'ur tarixi, Sharq Turkiston tarixiga oid nurg'un maqolalar besilib turadi. Ba'zi asarlarni chiqishga boshlagan. Ahamiyat bergan. 50-yillardan keyin andan bular asosiy jihatdan bo'shidi. Mundaq chiqqan chaqda toki 80-yilgacha bo'lgan oraliqda 70-yillarning oxirisi xalqimiz umum jihatdan tarixsiz bir qoldi-da, tarix biladigan tushundigan. Ama 80-yillardan keyin Turkiy tillar divonining nashr qilinishi bizning bir qism shu koni ziyolilarimizning harakatga kelib tarixlarni izlanishi bilan Turg'un Almosningki asarlari maydon keldi. Albatta 40-yillarda tunji qatim shu Mehmet Emin Bug'ra Sharq Turkiston tarixini yozib chiqdi. Uyg'urlarning bir umumiy tarixi hamda Sharq Turkistonning umumiy tarixi bir jug'rafiyalik rayonning, davlatning tarixi yozib chiqdi. Yozib chiqib buning parchalarini e'lon qildi. O'lka tarixida Po'lat Qodiriy 48da Urumchida tunji qatim, ya'ni sistemalik rayonning tarixini yozib chiqdi. Ham bu millat, ham rayon shu vaqtdagi vatanimiz ham Sharqiy Turkiston yoki Shinjang o'lkasi deydi Xitoylar. Shu vaqtda shuning uchun u odam uningga Sharq Turkiston tarixini demagan, o'lka tarixi deb ism qo'ygan Po'lat Qodiriy. Yozib chiqdi. Umum bir qadimdan boshlagan. Bunda chiqqan chaqda Uyg'urlarda shunday bir intilish bo'ldi keyingi vaqtlarda. 80-yillar Turg'un Almos Uyg'urlarni yozdi. Bu hamda Uyg'ur millatining tarixi bu. Bunda chiqqan chaqda. Milliy tarix bu. Buning qadimdan tortib 13-asrgacha bu. Undan boshqa nurg'unlagan ayrim maqolalar, asarlar, ayrim temadagi kitoblar va boshqalar yozildi. Keyingi vaqtgacha izchil davomlashdi. Ammo bugungi kunda ularning hammasining taqdiri fojialik,
eserlerinin bunu demisem ma'lumluq sizlarga. Lekin Uyg'urning umum tarihi yazılmagan hazırgacha. Ruslardanmı bizde nurg'un tariximiz yazdı. 1860-yillardan başlap Grigorievning Sharqiy yoki Xitoy Sharq Turkiston yoki Xitoy Turkiston degan kitob. 1893-yili Dimitriy Nimg'o deyman, uningki nima? Pozneyev deganninki Uyg'ur tarixi degan kitobi tunji yozildi. Andan keyin Cho'qon Valixonovning asarlaridami Qashqariya haqidagi nurg'un tarixiy ma'lumotlar bor. Qashqariya deb yozilgan Kuropatkinning asarlarida nurg'un tarixiy ma'lumotlar bor. 20-asrning boshlarida ruslarning tarixchilaridan bu xili ko'p tarixchilar mushu tarixga Uyg'ur tarixini yuritdi. Tixanov deymiz, Yakubovskiy, bo'libmi Bernishtan 1949 tunji qatim Uyg'urlarning qadimdan o'rta asrligicha tarixiy degan kitobni yozib Sharq Turkistonga kirgizmoqchi bo'lganda, ammo Sovet hukumatining siyosati o'zgarib, Sovet Xitoy ittifoq bo'lib Sharq Turkiston Xitoyning qo'liga topshirib o'tilgandan keyin siyosat o'zgarib. Shuning bilan u maxsus Sharq Turkiston Cumhuriyeti Sharq Turkiston uchun yozilgan Uyg'ur tarixi qissalari kirgizilmay, uning taqdiri yo'q qilindi, ya'ni yig'i bilindi bular hammasi. Shunga o'xshash bundaq asarlar yozildi. Yevropadami shu, Yaponlarning tarixchilari mixli ko'p yozdi, Abatakiyo deymiz va boshqalar. Ondan keyin Yevropaliklar albatta 1890-yillarda masalan Radlovning tarix asarlari bor, Uyg'ur tarixiga oid. Yevropadan bu Milyanskiy deganning bor, undan boshqa bu albatta qadimgi turk runik abidlarini tadqiq qilish jarayonida bog'langan german tadqiqotchilarning asarlari bor. Bu ko'p tarix bor. Turkiyada Türk tarixchilaridan bu Namık Orxon va shu vaqtlardagi bu Zaki Valid To'g'an umumiy turk tarixiga kirish va boshqa yozilgan asarlar hammasida Uyg'ur tarixiga oid zo'r ahamiyat berilgan. 1840-yillarda Rossiyalik bu Ozarbayjon Kazimbekning tadqiqotlari Uyg'ur tarixi bo'yicha 1850 anadan keyin bu qadimgi Xitoy tarixi manbalaridagi Sharq Turkiston Uyg'urlar haqidagi butun manbalarni tunji qatim Bechorin degan Chuvash olimi, Xristian din tarqatquchisi Bejingda bo'lgan, u tunji qatim to'plab rus tiliga tarjima qilgan eng cho'ng 1850-yillar oralig'ida. Uning oldida Yevropalik olimlar buni materiallarni tadqiq qilgan, to'plagan. Bu nayt bir cho'ng narsa. Bular bir jarayonni boshdan kechirgan. Demak, tarix o'zini aytib muhim. Endi bu Uyg'ur tarixi haqida umum bir ma'lumot. Endi tarixning ahamiyati nada degan chog'da nurg'un davlatlar, masalan Rossiya, hatto Xitoy, Amerika, Turkiya va boshqa har qanday davlat hokimiyat o'zining davlatining oldidan davlat tarixini yozib chiqqan. Har qanday davlat albatta bir olam emas. O'zining tarixidagi eng muhim tarixiy shaxslar shu davlatga assos qo'shgan, shu davlatning shakllanish, qurilishi assos qo'shgan, shu davlatning qurilishi mavjud bo'lib turishi, shuningdek besib o'tilgan har xil islohot, ichki siyosiy to'qinish hammasini xotirlab olgan. Bugungi kunda tadqiq qilgan, ularning hammani yig'incha. Nima deganda, u bugungi kunda shu bugungi davlat siyosatlarininki normal menishi, bugungi davlat siyosatining mukammallashishi, rivojlanishi, taraqqiy qilinishi, ya'ni kuchlanishi uchun shuning hammasi bir qo'llanma shaklida ishlatildi. Amerikada ham shunday. Har qanday boshlang'ich maktabning o'quvchisi Amerikaning qurilish tarixidan tortib, Amerika prezidentlarining tarixini biladi. Har qanday odam tarix o'zini bilish normal bir ahvol boshlang'ich o'rta maktabdan tortib. Turkiyada ham shunday, Xitoyda ham shunday. Biz kichigimizda bizga Jungo tarixi deb o'rgatdi. Jungo tarixida birmi Uyg'ur tarixi yo'q. Yo'q. Biz kichigimizda bizning Jungo tarixida Xitoyning tarixi Tang sulolasi, bu So'ng sulolasi deb o'qiydik. Xuddi uni o'qimagandan keyin bu o'zimizning tariximizdek tushunib qolatdik-da, amaliyotga keyin qolsak undaq ish emas ekan. Demak, nurg'un Uyg'urlarning asli programma bo'yicha kallasida ashundaq jug'urishdi asli ideyasi bo'yicha. Ashundaq jug'urib kallasida xuddi u millat uning o'zining bir tarixi yo'q deb. Chunki biz o'zimizning tariximizni o'zimiz yozolmaymiz-da, o'zimiz o'qitanmaymiz maktablarda. Ayında singdirilgan. Keyingi vaqtlarda bizning Uyg'ur tarixchilari, ziyolilarimiz buni tushunganligi uchun o'zlari yezib, tadqiq qilib, to'plab, bilganlari bo'yicha jurnallarga chiqarib, shu vaqtda sal
qo'yib o'tilgan bu 78dan keyingi siyosatlik fursatdan foydalanib nurg'un asarlar chiqib xalqimiz qaytadan bir tarix bilan savodli bo'ldi bu. Tarixni tushunishga boshladi. Ammo bugun yana boshqa vaziyatda. Shu demak bizning ziyolilarimiz, tarixchilarimiz, millatparvarlarimiz tarixning ahamiyatini burunli tushungan. İnsanlar tarixning ahamiyatini davlatlar, millatlar burundan tortib buni tushungan. Shuning uchun hammasi bunga ahamiyat bergan. Bo'libmi Xitoydan olsak, Xitoylar tarix xotirlashga texim ahamiyat bergan bir millat bu. Xitoy millati, davlati. Qadimdan tortib hamma nimani xotirlatmagan podsholar maxsus o'rda tarix amaldorlarini to'g'izgan tunji qatim. O'rda tarix amaldorlari shu podshoning shu Xitoy podshosining, shu Suloli podshosining shalliq shajarasini, tarixini yozg'izib mangan. Yolg'onni rostga aylantirib yozib chiqqan. Masalan, Xitoyninki rivoyatlarida deyildi. Urushqoq begliklar davrida masalan, Jov begligi bilan yana bir Chu begligininki ikkisi urushib qolib, bular uchrashgan chaqda bir-biri bilan bir yoki ko'rishgan chaqda yana bir beglik uning oldiga kelganda, keyin kelgan. Uninki o'tpagan. Tarixchiga sen mani mundaq deb yoz deb tarixchiga ayliqi. Mao aning oldida bosh ekkan, tazim qilgan degandek shaklda yozg'izganda tarixni endi o'rnab. Bunda misollar ko'p, unda misollarni ko'p Uyg'urlar bilan munosabatlikmi? Masalan, boj to'lagan Uyg'ur davlatiga, lekin uni hadiya armag'an deb shundaq deb yozg'izgan. Shu Xitoyninki tarixlarining 24 tarix degan tarixlarning xili ko'p Uyg'urchaga tarjima qilindi. O tarjima qilingan nusxalarmi aslidagi eng mukammal nusxa deyishga bo'lmaydi. Chunki qadim Xitoy tilida belgilarning qo'yilish masalasi bor-ku. Belgilarning chekitlarning qo'yilishida so'zlar o'zgarib ketadi jumlalar qilindi. Ondan u xotirlaganlarmi ular shu vaqtdagi shu Xitoy podshosining shu vaqtdagi Sulola podshosining manbasidan chiqib bu tarixni podsho yuksak o'rinda, tuvan o'rinda shaklda xotirlaydi. Shunga Uyg'ur Orxun qag'anligi shunchalik qudratli bir qag'anlik bo'lsa, Tang imperiyasi uning oldida bir beqinda holat keltirilgan. Shuning oldida bir muhtoj bo'lgan tarixda. Onunla kelishimlarni tuzgan askeriy yordam berish uchun. Butun shahar hamma narsa seninki, mol mulk seninki, faqat shahar bizga hosil bo'ldi deydigan bunday kelishimlar bor. 760. Esyonni bostirish uchun. Shuna o'xshash ayında kelishimlar bo'lsa, uni yana u meni dadam dedi, bizga olpan topshig'ini keldi, tazim qilg'ini keldi degandek xotirlarni. Buni hadiya berdik. Ashnodagi shu xotirlarni tutib, bugungi Xitoy tarixchilari Aşını tutup durup bu milletler kurgan Türk qag'anligidan tortib Köktürkler diyen bir kudretlik imperiya o. Boylıqı. Bulardan tortib Uyg'ur qag'anligidan tortib ve başka Sulollargacha, hatta Turpan İdiqutligicha taslim bo'lganti yoki bosh ekkanti yoki boj topshirgan yoki olpan topshirgan so'g'is alan bergan shuning tavati o'zining tavaligini e'tirof qilgan. Deb xotirli shuni manba qilib ko'rsatib yozdi. Albatta bularninki tarix yozish usuli. Bu endi bu ayrim temalar albatta bu metodika masalasi. Umuman bir tarix bir millat uchun, bir davlat uchun, bir xalq uchun nihoyat muhim. Bizning uchun o'zimizdan olgandimi bugungi kunda o'zning millatimizning kelajagimizni bilimiz desak, hozirgi holatimizni, hozirgi realligimizni, bugungi to'qinishlarni bugungi taqdirimizni, bugungi mavjud bo'layotgan har xil masalalarni, xalqaro masalalar, ichki masalalar, Xitoyning yurgizayotgan bugungi siyosati, buningki yo'linishi va boshqa nurg'unlagan masalalarni bilaman desak, tushunaman desak, cho'nqur tushunaman desak, oldidan tarixga murojaat qilishimiz kerak, tarixni o'rganishimiz kerak. O tarix deganda yolg'iz bir narsaninki birlam tarafini emas, uning ko'p manbalik, ko'p taraflarini o'rganishimiz kerak. Masalan, Xitoyning tarixidagi mushu Uyg'urlar yerini, Uyg'ur elini boshqarish, idora qilish, kontrol qilish tarixini o'rganimiz desak, ularning tili bilan shularning yozgan har xil materiallarini ko'rib chiqish kerak. 20-yillardagi Xitoy millat tarihi Yang Zemishen'ning qandaq qilib bu Uyg'urlarni 17 yilgacha shu mahkumlikda hech qanday isyonni qo'zg'olonni ko'targizmay, bir-birini bir-biriga selib
şundaq baş qurup 17 yıl sehirlep baş qo'ygan tarixini bilmekçi olsak, Yangzing Shingning shu vaqtida yezib qoldirgan istiqbor o'jirsidagi xatchaklar degandek kitobi bor. Hammasini rost qoldirgan, mandaq qildim degan. Ha shu vaqtdagi uning ichki tashqi atrofdagi siyosatlarni bilish kerak. 40 yillardagini bilmekçi olsak, Gomindang shu vaqtdagi hukumatlarninki ichki qismdagi materiallarini ko'rishimiz kerak. Arxivlarini ko'rishimiz kerak. Bu siyosat qanday belgilandi? Albatta 50 yillardan tortib 49 yil Xitoy kommunistlari Sharq Turkistonga zo'r qo'shinni evatib, bu joyni ishg'ol qilgandan keyin ular tinchlik qilib ozod qildik deydi. Tinchlik qilib ozod qilgan yerga 100 necha minglab armiya qo'shin evatmaydi-ku. U tinchlik qilib ozod bo'lmagan yerga tinchlik qilib ozod bo'lsa qo'shin evatmasin bo'ladi deydi. Ammo ular biz tinchlik qilib ozod qildik deydi. Endi mushu joylarni 50 yildan tortib bu ijara haqqini kengaytirish, boy zomigarlarga qarshi turish, aksi inqilobchilarni tozalash, anondan 3ga qarshi turish, 5ga qarshi turish, undan keyin yerlik millatchilarga qarshi turish, o'ngchilarga qarshi turish, cho'ng sakrab ilgirlash. Voy, ondan 60-yillarda sotsialistik ideya tarbiyasi va burjuaziyaga qarshi turish, madaniyat inqilobi, yida sampan deydi Xitoylar. Ichilib sayrash degandek nurg'un atalg'u terminlar bor. Uning hammasini yig'sangiz 50-60 xildan ortiq bo'ladi. Biz faqat 5-6 xilni ishlatamiz, nazik. Shularning hammasiga nihoyatda cho'ng bir boshqarish, idora qilish, kontrol qilish, mundaq qanchaqda mustamlik qilish o'rinlashtirilgan. Shuning uchun kirgan. Assimilasiya qilish va yo'q qilish. Bugungi kundagi Junxo minzu, Junxo millati o'rtaq gavdisi, Junxo millati kimligi, 4 ong, bu deganlarligi, muqimlik deganlar hammasi shu bu bir siyosiy terminlar atalib. Mana shularning hammasi tek-teknaganda tarix buningki yana yildizi bor. Bular ba'zilari Qing imperiyasining idora qilish tarixidan boshlaydi ba'zi narsalarni boshqarish. Beglik tüzümü, bu beglerge hukuk verip koyup tepedeki harbiy amaldar Manju başqurdigan usullar. Keyin 1884 yildagi bu asosli Xitoy hokimiyatini egallagan Zozongtang, Liu Jintang hokimiyatidan keyingi bu o'lka degan tuzumni qurgandan keyingi boshqarish taktikalari. Bularning hammasining bir manbasi bor yildizi. Demak, mana shularning hammasi tarix. Shuning uchun bundaq qilgan chaqda biz demak o'zimizningki tariximizni ana shundaq sistemliq her manbalardan, her xil tillardan yozilgan asarlarni, yalnız birlam Uyg'ur tilidagi manbalardan emas, ko'rib, o'rganib, cho'nqur tadqiq qilganda bir kitobni o'qib qo'yish bilan emas, 2 kitobni o'qish, 3 kitobni o'qish tarixchilikdan derak vermaydi. Tarixdan savod ilayotganlikdan derak beradi. Tarixni tushunmoqchi, bilmoqchi bo'lganlikdan derak beradi. Bu tarixchilikning isboti emas, 3 kitob o'qish, 2 kitob o'qish. Ammo texim o'qish kerak. Ayında o'qib analiz qilish kerak. Bu muhim endi. Bizda albatta tarixiy kitoblarni o'qimaydigan ahvollar ig'irroq ekan, mening bilishimcha. Ahamiyat bermaydigan ahvollar burundan tortib bor. Bu ko'p deyilayotgan masalalar, malla emas endi. Mana shundaq tadqiq qilishimiz kerak. Bu tarix bugungi kunda o'zimizning millatimizningki, shu milliy mavjudligimiz, bugungi holatimiz. Diplomatiya tarixi, masalan, 40-yillar tariximizni o'rganganda Sharq Turkiston Jumhuriyatining inqilobining bu inqilob qanday partildi? Sababi nima? Arx ko'rinishi nima? Nima uchun bunga Sovetlar qo'l tiqdi? Nima uchun yandi? Eng oxirida nima uchun bu bitim tuzgizdi? Nima uchun Manas daryosi to'xtatdi? Nima uchun bu bitim buzilib Urumchiga Ahmadjon Qosimiylar qaytib keldi? Nima uchun Manas daryosining sharq g'arbiga Xitoylar o'tolmadi? Nima uchun 49-yil Liu Shaoqi Moskvaga borgandan keyin kelishim tuzdi? Oxiri Dingli uchun nima bo'lib G'uljiga kelib qoldi, nima uchun Urumchiga keldi, eng oxirida 49-yili 8-oy nima uchun Ahmadjon Qosimov o'ldi, ya o'ldirildi, suiqasd qilindi yoki yo'q qilindi, qanday shaklda uning hammasining albatta manbasi bor. Ba'zi manbalarni bilamiz, sababini, ba'zilarini tub aniq arxiv maxfiy narsa bilmaymiz. Uningdagi xalqaro arxiv ko'rinishi nima? Sovet-Xitoy munosabatlarining jarayoni qanday? Dunyoviy munosabatlar qanday? Buningga siyosatni o'zgartirishga sabab bo'lgan omil qaysi? Sovetlarning roli nima? Sovetning buni o'zgartirishga ko'rsatgan omil nima? 30-yillardagi Sharq Turkiston inqilobining
ko'rinishchi, buning bilan bog'lanishlik masala nima? Buning chetilishi. Ya'ni biz kitoblarda yozilgani o bir qismi ko'rinishi masala deyilgini. Tarixiy romanlarda deyilganlar, Abdurahim O'tkirning va boshqa Uyg'ongan zimin yoki ana yurtlar deyilgini o tarixning bir badillashtirilgan bir qismi. Ammo uning haqiqiy yana boshqa mohiyati. Buning uchun arxiv dokument naq hujjatlarni ko'rish kerak. Buning uchun bu tarixni haqiqiy tushunish uchun ko'p tillarni bilishga, rus, uyg'ur, ingliz, xitoy, O'rta Osiyo turkiy tillari, turk tili, arabiy, farisiy, o'rta asrni tadqiq qilmoqchi bo'lsak, bularni bilishimizga to'g'ri keladi. Qancha xil ko'p tillarni bilsak, qancha xil ko'p manbalarni ko'rsak, dunyoda bizni tadqiq qilayotgan butun dunyo yuzidagi olimlarning shu temaga munosabatli asarlarini o'qib chiqsak, ko'rib chiqsak, eng oxirida to'g'ri yakun bo'ladi. Obyektiv yakun chiqarishimiz kerak. Qisqasi tarix bir millat uchun, bir shaxs uchun, bir davlat uchun, hukumat uchun muhim, uning realligini, bugungi mavjudligini va kelajagini belgilashdiki, nayt muhim bir qiblanoma deb tushunsak bo'ladi. Mening qarashim yakunim shu. Shuning uchun men Uyg'ur umum tarixini yozishni qat'iy tanlab, bu hayotimning asosiy qismini shu hozirgacha beka vaqtimni sarf qilishimdagi sabab bizning Uyg'ur millatining umum yuzlik bir tarixiy yo'linishi, umum bir jarayoni musofasi, bir sistemlik bir ravishda bo'lsin, shakllansin. Hozirgacha yozilma dunyoda hech kim yozmadi. Buni yozib chiqsin deb. Xitoy hukumatı Wang Luochuan davrida boshlagan Chen Qianguo davrida tamomlashdi. 14 tomliq Xinjiang umumiy tarixi deganda necha 100 million yuan pul xarjlab, necha o'nlagan mutaxassislarni ishga silib, ashuna kitob yozib chiqdi. Uni inglizcha boshqa tillarga tarjima qilib, dunyoga chiqaryapti. Xinjiangning taraqqiyoti va tarixi degan kitoblar bir necha xil tilga chiqqan. Uningga hukumatı, Xitoy hukumatı alohida ahamiyat beryapti. Ular aniq degan, milliy bo'lgunchilarning tarixini burmilab, astın üstün qilishga qarshi turamiz deganda, demak ularning muddasi aniq. Ular bu tarix Xinjiang azaldan Jungoning yeri, Jungoning ayrılmas bir qismi. Hech qachon Uyg'urlar mustaqil davlat qurgan emas, qadimdan tortib bu joy Jungoning yeri, Uyg'urning yeri emas, hatto Uyg'ur degan 9-asrda ko'chib kelgan Uyg'urlar bu yerda yashagan emas. Eng burun yashaganlar qadim Xanzular yashagan Xinjiangda. Turpan degan qadim Xanzu qurgan shahar. Qadimgi Sharq Turkiston Xinjiangning aholisi Xanzulardan boshlangan G'arbiy Xan sulolasidan tortib kelgan bu yerga tutuq mahkamalar, Doxofu deganlarni qo'ygan, mishani bosh qo'ygan, bu Tang sulolasiga bosh qo'ygan, andaq deydi. Butun ham sapsata va burmalangan. O'zlari bu tarixlar qo'shilmagan tarixshunoslar. Masalan, ayni vaqtda Jambozan Uyg'ur tarixi, Xitoy tarixining umumiy tarixini yozib chiqqan odam tunji Jambozanmi mushu nuqta nazarlarni rad qilgan. Xitoylarning turk tarixi bo'yicha Chen Zhongmian deydigan olimlari bor. Ma Changshou degan olimlar var 50-yillarda. Bular ba'zi tarixiy masalalarga obyektiv baho berganda, masalan, mushular. Keyingileri bular endi butunlay siyosiylashtirib o'tilgan. Xuddi 2000-yilning oldidagi odamlarni bugungi Jumhur Xalq Jamhuriyatida, Xitoy Xalq Respublikasida, Beijingda yashagan odamdek qilib yozib chiqqanda tarixni. Bugungi kommunistik Xitoy ideyasini 2000-yilning oldidagi odamlarga tengib qo'ydi albatta bular. Albatta bizmi bugungi Uyg'ur millatchilik ideyamizni, millatparvarlik engini Turpan idi qutlug'idagi barcha ortiq tekiniga yoki boshqasiga qo'ysak bo'lmaydi. U vaqtdagi ideya ayrim, davlat, ong, tushuncha ayrim yana. Millat, xalq. To'g'ri deysan. Nayt kamera ma'lumot berdingiz sen. Obyektiv, nayt ilmiy, to'g'ri baho berishimiz, reallikqa nurg'un hujjatlarni ko'rib, xulosa chiqarishimiz, yakunlashimiz kerak. Bizning Uyg'ur millatimizga mushu tarix kerak. Bo'lmaganda bu tarixlar tushunchalar qalaymagan bo'ladi. Hammadan tarixni bilish kerak, cho'qim o'qish kerak, tarix bilish, o'zining millatining tarixini tushunish bu eng aqalli savod bu. Asli biz boshlang'ich maktabdan tortib o'zimizning tariximizni bilishimiz kerak edi. O'qishga boshlashimiz kerak edi. Bizda unday imkoniyat yo'q. Bizda imkoniyat bo'lmadi. Ilmi 80-yillarning oxirisida tarixiy ba'zi darsliklarga qadimgi turk Orxon davri, keyingi davrlar, Ahmedjon Qosimiy va bularning suratlari kirgizilgan va bizning shu tarixlarimiz, klassiklarimiz, namoyandalarimiz kirgizilib asarlar yozilgan. Nurg'un bolalar shuningdan, ya'ni milliy bir shakllanishga boshlagan. Bularning hammasi yo'q qilindi. Hozirgi kunda masalan bu darsliklar hammasi yo'q qilindi. Aşındaq milliy tuyg'ular kirgizilgan, milliy ruhlar singdirilgan, masalan Xitoy hukumatı yo'l qo'ygan
tarixiy asosida hatto kirilgan narsalarni bugungi kunda bu bir ideviy ta'sir qildi ekan, millatning engini o'zgartiradigan narsa ekan, bu chatoq ekan deb uni bugungi kunda darsliklarni chekladi. Sabab shu. Masalan, oldida Ozodlik, Sharq Turkiston Ozodlik ordeni taqilgan surat bilan tushgan shu surati burun hamma yerda bor. Hozir shu suratni Yalqov Ro'zlarning bir jinoyat qatorida ko'rsatdi. Bu aniq o'zining ishlagan hujjati. Shundaq-ku. U nima desa, shu iznak oldidagi Sharq Turkiston ozodligi, u jumuriyat. Demak, tarixning yomon niyatining ahamiyat ekanligini, albatta buni qancha jiq so'zlasak, ilmiy bu ayrim temalar, bu albatta ayrim konkret nuqtalar bo'yicha so'zlash mumkin. To'g'ri deysiz. Nəhayət kəmri, nəhayət yaxşı məlumat berdiniz. Tariximizi bilişimiz gerek. Burun isimler bilen öğrenemegen tariximizi hem de chet eldeki Uygurlar biliş gerek. Özünün ballarını öğütüş gerek. Onun için siz degen okşaş. Tarihçilikte tarihini okup koyuş, bir özün tarihten savat çıkarışla dediniz. Ama sizge okşaş tadqiqatçılar da geç gündüz şu izdindiğin ruhu buluş gerek. Şu çağda onun için bir iş neticesi çıkıdı bir işten ki bu bütün kesipleri belki şundak buluşu mümkün. Şu kesip özünü atabildiğin bir ruh bulmasını durup netice kazanış teske. Bulanın ki birisi hem de muşu ruhku sahip iyi olan insanlarımızın birisi siz. Nurgun mənbələrdən abaytın söz qıb ötdünüz. Hem de özünüz yazgan, hem de nurgun hazırki çoğun tipteki eserlerinizi bilimiz. Sizinki nurgun makallarınız var, Rusça, İngilizce, Uygurca yazgan naiticik makallarınız, köp kitaplarınız, onundaki tatqiqat temir, çoğun tatqiqat temirleri katlaştığın kalgaralık. Muşladım biraz sözler peygan bolsanız. Hazır bir saatin ötüp gitti. Biraz buldu. Rahmet. Aldığı azırak görünüşünü göstereyim de olğanda. Maqul. Mao, məşədən başlayırsan. Mao mən oxuğan 6 yıl Rusiya Pəllə Akademiyası, yəni burunqu Sabıq Sovet İttifaqı Pəllə Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutu. Rusiya Pəllə Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutu hazır mı var? Bu ən çox bir dünyadakı şu Şərq Tədqiqat İnstitutu akademik. 1818 yıl qurulğan, bunun 200 yıl oldu. Bunun da bizim tariximizdeki Kropotkin, şu Oldenburg deyimiz, şu Samaylovich ve keyingi vaqtdagi şu Radlov ve başka hemmisi muş institutga bağlanışlıq. Muş tariximiz, Uyghur tarixini yazıp çıqqanlarning. Bu Moskvadaki bu institutda muş 200 yıllık tarixida şu vaqtdagi şu Ruslarninki, mening muallimim Dmitriy Vasilyev ve başkalarning tushuntirishcha, şu yerda tunji qatim 6 yıl o'qib, 7 yildek vaqt ilmiy tadqiqot qilib, doktor PhD unvoni olgan birden-bir Uyg'ursan deb tushundirgan edi. Onun aldığı başkalar okuduğu onun Leningrad şubesinde mesela dostum Ablat Kamalov Şarkşünaslıq İnstitutunun Leningrad şubesinde Sankt Peterburg'da doktor oldu. Ben Moskva'daki bunun da ben okudum. Onun aldığı bizden tarihçimiz Davut İsiyev bir 2 yildek turup diken, 1 yildek mi? Şu asası bu yerde ben şu okup diken ben. Bizden bulup mu bir vasıta Şarkı Türkistan Uygurlar elinden çıkan adam menken ben müşahede okugan. Bu yerda nurgun qadimiy qo'l yozma hujjatlar va materiallar, nurgun tarixiy materiallarimiz yig'ilgan. Mushlarning hammasini müşahada ko'rishga nasib bo'ldi. 7 yildek, 6 yildek muqim. Shu udul eshikdan kiratdim, shu to'pisidagi 3-qavatda o'tiratdim. U yerda cho'ng bir kutubxonasi bor. Hamma materiallar shu yerda bor. Beka vaqtning hammasida shu yerda o'tirimiz. O yeydigan tamoqlarni yaxshi emas bu 90-yillarda. Nandan bolkadan birgini selib alımız yenimizga. O sumu yok Amerika'daki xalqanchaga tushirib potolka qaçılab içidigan. Aşındaq oturab ügünetdik hamdi. Moskva'nın bu. Bu Uyghur tarixinin siyasi qismatlarini bir taraf qilgan bina ana şu. Bizning taqdirimizni, bütün hayatimizni, milletimizning. Bu mening Moskvadagi Şarkşünaslıq İnstitutunun, ana Sovet İttifaqı Pəllə Akademiyası Şarkşünaslıq İnstitutunun nimesi ma'lum. Qol kimlik kartı mı?
o kinişkisi. Şu yanın doktor aspirantlık kinişken. Şu vaqtdaki. Mening şu PhD unvanı ağam Rusya Federatsiyasi Sharqshunoslik institutining diplomim şu doktorluk PhD. Bu akademiya naukning şu nimasi kinişkisi. Aşında bo'ladi ularning haybatli qizil aşında sizlarda. Demek onu so'zlab o'tdim. Ma ilmiy hayotım. Ma ba'dam meniki Moskvadagi ustozim 6 yillik Dmitriy Vasilyev, professor, turkshunos, Turkiya Atatürk til tarix qurumininki a'zosi, Atatürk mukofotining sohibi, dunyoga dangliq turkolog, bu qadimgi turk tarixi, turk Uyg'ur Orxon Yense yodikorliklarini tadqiq qiladi. Uyg'ur yozig'ini. Bu odam shu tarix bo'yicha eng cho'ng boshlang'ich olimlarning biri. Bu yil 1-oyda shu Covid kesili bilan tuyuqsiz vafot oldi. Bu kishi zo'r planlar bati Uyg'urlarga oid foydali ishlarni qilaman deydigan. Bak Uyg'urparvar bir odam edi yerda. Bu kishi vafot bo'lib ketdi. Cho'ng bir yo'qotish bo'ldi ya. Cho'ng yo'qotish. Bu Turkiyadagilar ko'p bilasizlar, Turkiyada o'rni bak yuqori. Bu kishining. Men ham de ilgari keyin bo'lib Amerikada burun Qozog'iston, Qirg'izistonlarda, Moskvada ko'p ilmiy muhokama yig'inlarida qatnashgan bo'lsam-mi, 98-yildan keyin Amerikaga kelgandan keyin oldida ingliz o'rganib, bir yoqdan ishlab, jon beqib, shuning bilan shu radio kirgicha Amerika 2000-yilda Amerikadagi Johns Hopkins universitetining Xinjiang qurilishi tadqiqot loyihasi deydigan cho'ng loyihaga qatnashdim. Tunji qatim bu g'arbdagi cho'ng loyiha. Bu o'ltag'anlar mana shu vaqtdagi professor Gardner Bowington, James Millward, Sean Roberts o'tirdiki men. Bizlar shu tadqiqot turida birga bo'lib 2004-yilda Xinjiang Jumhuriyatininki g'arbidagi musulmon chegarasi degan kitobni yozib chiqdik. U kitob albatta yozilgan narsa jiq. Men James Millward bilan yoqdagi professor Gardner Bowington, James Millward professor bular bilan 2 bobni yozdim bu kitobning ingliz chiqdi. Bu 18 olim birlikda yozgan asar cho'ng ajimlik. Xitoy hukumati buningdan bek bearam bo'ldi. Bu bir cho'ng bir strategik asar u bu deb har xil bağlab, tillab buningga yozgan olimlarni Jungo Xitoyga kirgizmay, viza vermay xafa qildi. Aeroplanga chiqishga bo'lmaydi deb, menimi 2007-yilda Jungoning aeroplanga chiqishga bo'lmaydi deb 2005-da no fly list deydi. Uçuşqa bo'lmaydi deydigan tizimlikka kirgizib qo'yapti ekan ashna bizni. Mening ismim bu bor yani. Meni burunla kirgizib bo'lmaydi degan list kirgizib qo'ygan o'zlari ular. Xuddi men onun aeroplan bilan uchib Xitoyga bordigandek bunda o'ylabdi ekan u vaqtida Amerika grajdanim emas, Erkin Osiyo radiosida ishlayman men u vaqtida. Xitoyga berish, vatanga berishni kecha kunduz sig'insaqmi, kecha kunduz o'ylasaqmi, ammo şu reallik qarab turib biz o g'oyalarimizni, orzularimizni Allohga topshirgan faqat. Sean Roberts, men bular mening kona Amerikadagi Uyg'ur tarix tadqiqoti bo'yicha hamkorchilarim. Bular bilan jiq ilmiy tadqiqotlarda birga bo'ldik. Ilgari keyin men ko'p asarlarni yozdim. 300 parchadan ortiq maqola yozibdim. Maqolalarim ruscha, inglizcha, turkcha chiqdi. Xitoycha bir parcha maqolam chiqib ekan. U bir torbetda, chunki men 95dan keyin Xitoyga 96 arilgandan keyin Xitoyga bilan hech bir o davlat bilan aloqam bo'lmadi. U vatanga boramdiq. Mundaq qancha 26 yil bo'ldi men vatan tuprog'iga dasimigini chet elda o'tayotgan. Dadam, anamlar, inim shu yerda rahmat o'lib ketdi. İki singlim qoldi. Ularning taqdiri qandoq men bilmayman. Ularning ahvoli nadinnagacha men 3-4 yil bo'ldi. Hozir hech qandoq Alloh xabarim yo'q. Urug' tuqqanlarimning ahvoli qandoq, hech qandoq bilmayman. Hammamiz tirik dunyoda yashaymiz, lekin bir-birimizni bilmaymiz qandoq ahvolda. Ular dahshat qo'rqidi, mening bir aloqa qilishimdan, bir men ularga bir chatoq chiqmasin. Ammo hech qandoq aloqa yo'q. Men ham de mushu jarayonda Amerikaga kelgandan keyingi hayotimda, yani to'xtamay bekor vaqtimda o'rgandim. Dastlab vaqtlarda inglizcha bak ojiz bo'lganligi uchun inglizcha o'rgandim. Bu jarayonda men inglizcha o'rganib, kitob yozg'idak holat kagicha, maqola yozg'idak holat kagicha turib turay demay, Uyg'urcha yozib olib, tarjima qildirib bo'lsa-mu, men uni o'ngishib e'lon qilishga tirishdim. Yana bir qism Amerikadagi do'stlarim, masalan, Farod Bilgin,
Obul Qasimga o'xshash va boshqa yana do'stlarim yordam qilib, tarjima qilishib berib, vatanparvar, millatparvar do'stlarimiz nurg'un mening maqolalarimni, shu Shinjang qurilishidagi maqolalarimni tarjima qilib berdi. Chiqardik, bir qismini o'zimiz yozdik. Mavo Amerikada chiqqan 2018-yili Uyg'ur jamoati diaspora kimlik va coğrafi siyasət namlıq kitab. Bununla mening Uyg'ur millatparvarliginingki shakllanishi va rivojlanishi va uning duch kelayotgan raqobatlar degan mavzudagi bir bob meningki bu kitobning ichida bir to'plam shaklida kitob 2018-yilda chiqdi Amerikada. Mening Moskvada nashr qilingan bu 98-yildagi Sharqiy Uyg'urlarning Uyg'ur tarixi haqida Xitoy tarixshunosligidagi siyosiy Uyg'ur siyosiy tarix haqida Xitoy tarixshunosligidagi masalalar nomli meningki dissertatsiyam asosida yozilgan bir kitobim 98-yilda chiqqan. Bu kitob hozir Rossiyada keng O'rta Osiyoda torlarda keng qo'llanildi tarixchilar tomonidan. Bu kitobning Uyg'urchasi bormi? Nihoyat muhimki bu kitob. Yo'q, Uyg'urchasiga men chiqmay bevosita rus tayyorlangan ayni vaqtda. Bu hozir Rossiya 20 yilning o'zi buni shu eng ko'p qo'llanyotdi tarixchilar buni. İkincisi men Uyg'ur o'qishligi degan bu g'arb dunyosidagi tunji bu o'qishliq Uyg'ur tili o'rganuvchilar uchun tayyorlangan Amerikada 2007-yilda chiqqan Dan Wood nashriyat tarafidan bu 300 necha betlik kitob maxsus o'qishliq tanlanma asarlarning tarjimasi inglizcha so'zlar lug'at tushuntirishi oxirida lug'at to'plami izohat va shundan tuzilgan tunji o'qishliq hamdi bu Uyg'ur tili o'rganadigan nurg'un g'arbliklar bu kitobni foydalanadi. Mana bu Shinjang Xitoyning musulmonlar chegarasi degan Fred Starr O'rta Osiyo Kavkaz instituti Johns Hopkins universitetining boshlig'i, O'rta Osiyo institutining raisi. Shuning bosh tahrirligi chiqqan bizning 17-18 odam qatnashgan son kitob. Xitoylar bearam bo'lgan kitob mana shu. Buni Xitoychaga ichki qismda tarjima qilib, yo Urumchida 2000-yilda ichki jihati taqib, yo buning har xil ismlar, har xil baholarni qo'yib yiqib ekan. Uni to'g'ri qilsam ma'nosini tushunalaysizlar. Mana bu mening yana bir kitobim Uyg'urlarning etnogenezi masalasi haqida Xitoy tarixshunosligidagi masalalar degan kitob. Buningda Xitoylarning Uyg'urlarning etnik kelib chiqish tariximiz, etnik taraqqiyot tarixi haqida Xitoy manbalarida deyilgan va shu bütün uchurlarimiz yig'ilib, shuni analiz qilingan, baho berilgan ilmiy tadqiqot kitobi bu. Mao Uyg'ur shoirlarining to'plami tunji qatim 2001-yilda biz inim rahmatlik bilan birlikda Abdurahim Tursun bizning vatandagi Uyg'ur shoirlaridan 28 odamning she'rini tanlab, Abduxoliq Uyg'urdan boshlab Lemutallibgacha ularning asarlarini ruschaga tarjima qilib, anadan keyin bir rus shoiri orqali uni she'rlashtirib, texnik go'zallashtirib, tunji qatim Sharqiy Turkiston, ya'ni Uyg'ur eli shoirlarining she'rlar to'plamini 2001-yilda biz to'plamni nashr qilgan. Qisqacha tarjimali bilan bu birinchi shu Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur shoirlarining asarlarining tunji qatim bir to'plam bo'lib, rus tilida bu dunyoga chiqishi. Ma bir qism maqolalarimdan ilingan Uyg'ur siyosiy tarixi, ya'ni Uyg'ur ziyolilarining 20-asrning birinchi yarmidagi Uyg'ur siyosatiga ko'rsatgan ta'siri nomli maqolam bu Johns Hopkins universitetining O'rta Osiyo programmasi tomonidan e'lon qilindi. Shunga o'xshash nurg'un narsalar va albatta bu Moskva xiyollar bu hech qachon Xitoy hukumati tomonidan nashr qilinishdan to'xtatib qo'yilgan, nashr qilinmagan bir asar 95-96-yillar, 98 vatanda hali ko'p kishilar o'qib, ta'sir qo'zg'adi. Bu to'rda taqalgan nusxasi ekan, rasmiy kitob emas. Mening ba'zi bir el kitoblarim. Umuman hamda hozirgacha yozilgan bu maqolalar inglizcha, ruscha, turkcha, uyg'urcha bo'lib, hatto qirg'izcha bor, bir qism qirg'izcha chiqqan 5-6 parcha maqola. Ko'p hamda uyg'urcha yozilgan maqolalar ko'proq, asosli Uyg'ur tarixi, Uyg'ur madaniyat tarixi shu masalalarga bag'ishlangan butunlay. Undan ilgari keyin 60 qatimdan ortiq shu ilmiy muhokama yig'inlariga qatnashdim yaqingacha. Amerikadagi bu Johns Hopkins universiteti, Indiana universiteti, Frostburg universiteti Marylanddagi. Anadan keyin Sharq Michigan universiteti, Sharq Oklahoma universiteti, Kolumbiya universiteti, qatorliq Georgetown universiteti, George Washington universiteti bo'lib,
Xiljiq universitetlarda ilgiri keyin, andan Fransiyadagi bu Parijdagi universitet, Turkiyadagi bu siz bilasiz, Mag'firat xonim, siz bilan birlikda yig'inlarga bir bo'ldik. Hacıtepe Universiteti va boshqa universitetlarda ham tadqiqot jamiyatlarning yig'inlari, masalan, bu Markaziy Yevroziya jamiyati deganda shularning yig'inlari bo'lib, Moskvadagi ilmiy muhokama yig'inlari bo'lib, 60 qatimdan ortiq ilmiy muhokama yig'iniga qatnashdim. Bunun da asaslığı yani şu Uygur tarihi, medeniyet tarihimiz boyunca, asaslığı siyasi, etnik tarihimiz boyunca ilmi dokladlarını verdim. Umumen hem de ilmi hayatım bu üzerinin o ayrım toplan yazılgan yani Uygurca makallamına ait köp elbette. Bazılarını Uygur Akademiya torlarda ilan qilib turibmiz, chet elda bizning ilmiy jurnallarimiz bo'lmaganligi. Ba'zi maqolalarni Qozog'istondagi Uyg'urshunoslik deydigan bir majmua bor. Uni Ablat Kamolov do'stim va boshqa Ruslan, Alimjon Tilovaldi qatorliq do'stlarimiz shu yerdagilar ular chiqardi. Oldan bir 4-5 parcha maqolam e'lon qilindi jurnalda Uyg'urcha va Ruscha. Va undan boshqa Moskvadagi ilmiy jurnallarda yaqinda bir parcha maqolam chiqdi. Kommunistik Internationalning 20-30 yillarda Uyg'urlarga siyosiy hayotga ko'rsatgan ta'siri va roli masalasi degan temadagi Sovet arxivlari bo'yicha yozgan maqolam yaqinda Moskvadagi cho'ng bir sharq shu tadqiqot organi chiqargan to'plamga kirgizilib chiqdi u yaqinda. Shunga o'xshash hamda maqolalar, asarlar ko'p e'lon qilinmay, yozilib qo'ygan asarlarmi ko'p. Maqolalar to'plami tarix bo'yicha bir 70 parchadan ortiq maqolalardan tuzilgan bir to'plam bor. Uni nashr qilmadim. Ular turibdi. Ilmiy maqolalar to'plami. Qadimgi zaman, shu o'rta asr, yaqin zaman tariximizga oid maqolalar. İnşallah 13 tomli bir nashrdan chiqarib etib, bu yilning oxirigacha kam deganda bir 7 tomni chiqarib bo'laman degan o'yim bor, yo 8 tomni chiqarib bo'lib, anadan keyin kelar yillarda andan u to'plamlarimni va boshqa asarlarimni chiqarishim mumkin. Va undan boshqa yana yezib tayyorlab qo'ygan Sovet Xitoy to'qinishida Uyg'ur tarixiy ideologiyasi degan maxsus bir monografiya bor. O maxsus tadqiqot monografiyasi chiqmadi, uni tayyorlab qo'ydim. Bular yani başka bir qancha asarlarim bor, ismini atmasam bo'ladi. Jiq. Ularni endi shu 13 tomni chiqarib xalqimizga bir taqdim qilayotgandan keyin ondan u ayrim asarlarni Xudoyim bo'lsa bir-birlab chiqaraman degan umidda, arzuda, shunga kunda namozimda Allohdan shuni ham tilayman, kuch-quvvat berdi. Qolgani xalqimizdan kuch-quvvat, yordam, xalqimizning umidi, qo'llashi, yaxshi illiq so'zlari shular hammasi bizga zo'r kuch-quvvat. Demek ilmi hayatımız hazır mana şu ilmi işlerimiz müşahadat ketip barıdı. Halkımızın duası, halkımızın yaxşılıkları sizden aylansın. Yani körümen, bəribir, yani toxtaydığı iş yok. Yani her bir materyal üçün kömüsek bombaydı, ügenmisek bombaydı. İzcil yani okuyumuz, başkalarının yazganlarını okuyumuz, yeni nəsil. Kısıksa şuna ola vaxt ötüdür bizden hem diyor. Aşında, şu, qandaqlımız, bu biz üçün zor bir huzur, yani bir yaxın ağanda. Çoğun bir koşal. Evet. Bazılar müzik anlap hoş oluşu mümkün. Bazılar ultraşlarda ançı-mınçı usul oynap hoş oluşu mümkün. Bazılar başqaçılardan hoş oluşu mümkün. Ben demiştim ki şu tarihi adamlar bilen 2000 yılının aldıdaki, 1000 yılının aldıdaki, hatta 70 yılının aldıdaki Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'deki şu jangçılar bilen qayta söhbət qilib oturuman. Şunundan ozurlanıman ben. Tarihi şəxslərimiz bilen. Bu benim hayatımdaki bir xoşallıq işler. Hem bir üzəmnin məcburiyetim deb qarayman. Üzəmnin bir şəxsi hem bir Uyg'urluq məcburiyetim. Ada qilishga tegishlik üzəmnin aldıma qo'ygan məcburiyetim. Bu hayatda degan üzəmnin belgilagan hayat nizamim şu. Köp rahmat nəhayət yaxşı əsərlərlə barlıq gəldiniz. Bunun bilan birlə tarixi əsərlər bilan birlə ədəbi əsərlər mi yazdınız? Məsələn, Moskva xiyallarını abiyamsız deb ötüb getdiniz. Onunki Aqsaray xiyalları var. Onunki dadınızğa atap yazğan aytım təsirlik. Bunların hamısı ədəbi əsərlər və davamlıq müşahidəmi yazıb turvatsız. Əmdi siz degan o'xshash shu tarix bilan suhbatlashish, tarix bilan mungdishish, tarixdagi voqealar bilan kunlarimni o'tkazyapman dedingiz. Shundaq bo'lgan vaqtida shu sizningki o'tirib qo'ygan shu yaxshi asarlar, cho'ng tipdagi asarlar maydonga chiqdi. Yaqinda endi 10-tomini tugatdingizmi deyman?
Ha 10 Əsərin ton adı. tügedi. Şu işgül 10 ton tügedi. Ondan keyin bu əsər bu çoğ tipdiki, nəhayətimi çoğ tipdiki bir əsər Uyğur tarixida, neçə min illik Uyğur tarixida nəhayət zor muşundaq bir kən köləmdə ümumi Uyğur tarixinin ümumi əhvalının qalamga ilingan muşundaq bir əsərin yazılışı bu bek zor vaqe. Bunundan hamımız bek hayacanlandıq. Bir yılın yaxın hayacan içində. Xudaym birisi bu yılın axırıgacha bular tügütülsə, ondan keyin özünüzün planlarınızın söz qıldınız, nimalarni yana qilishni xohlaydiganligingizni. Hatto tutib qolgan əsəriniz bu nəhayət muhimki. Muşundaq əsərlər, muşundaq nadir yaxşı əsərlərni Xudaym birisi sizdən yana kütümüz. Mən abiyəm deb ötüb ketgəndək dualarımız və xalqımızın yaxşı tiligi siz bilan birlə hər zaman. Əmdi yaşlağı deydiğən bir sözünüz barmı? Şundaq tarixçilikdə qəlbi qılğan, utuqqa erişkən şundaq bir ziyali boluş sübütünüz bilan yaşlarımızga nimalarni tavsiya qilsiz? Bo'ldi, rahmat. Men bir şey yana bir narsani qo'shib qo'yay. Shu yoshlar deyilgan chog'da yoshlarga bog'lanishlik. Mana shu Mavo mening inim, rahmatlik Abdurahim Tursun doktor. Albatta men bu gaplarni qilganda inimni aslamay turolmayman. Bu yosh bolati o'lib ketganda 40 yoshga endi to'lgan chog'da tuyuqsiz o'lib ketdi. Nayiti jiq zarbalarga uchirdi, jiq azoblarga uchirdi. Bu bola rahmatlik inim. Demak bizning oilamizda mening onam dadam şu 2000-yıllar 90-yılı 2000-yıllargacha Uyg'ur xalqida bizning vatanda unda doktor ilm sahasida undalar az nayit yetilmagan vaqtida bizning oilamizda demak mening ota-onam ikkimizni tarbiyalagan. Meni va doktor Abdurahim Tursunni. Inim 98-yılı Qirg'iziston Palla akademiyasiga berib, Qirg'iziston Palla akademiyasida dangliq bir olim bor, Aziz Narimbayev deb Uyg'ur olimi, falsafachi, faylasuf. Şu adamның aspiranti olup 2003-yılgacha şu adamның qo'lida 6 yil vaqt o'qib, oxiri Uyg'ur mana bu kitobi bu Qirg'izistonda ilm nashriyat tarafidan nashr qilingan dastlabki o'rta asr Uyg'ur falsafiy fikrlari degan temadagi tadqiqot kitobi dissertatsiya yozib, bu falsafa ilmi bo'yicha doktor degan unvonni olgan, 6 yil o'qigan bu. Rus tilini aytib mukammal o'rgangan. Qozog'istonda ko'p tarixchilar do'stlarimiz biladi. Ammo bu aka sen chet elda yashading, sen bo'lsimi ashada turi va men ota-onamning yenda turib, men shularga yordam qilib, shularga yor yo'lak bo'lay, hammamiz chet elda turib olmaylik deb vatanga qaytib ketgan. Asli men o'sha akil bo'lish o'yim bor edi. Qaytsan qayt dedim. Shu onamning, dadamning yenda turdi, ular yashanib qoldi deb. Lekin baribir uningga xizmat vermedi. Hech qanday joyda xizmat vermedi. Jihyaligi bordi. O 2000-2003-yillarda Uyg'urlarda unda falsafa ilmi bo'yicha doktorlik unvoni ilib chet ellardan kelgan yoki o'z ichida o'qigan odam Uyg'urlar ichida vatanda yo'q. Yo'q deyarlik, balkim bordi bir qanchasi yo'q deyarlik. Buni surishtirsanglar bilasizlar. Hali oshirib maqtaganim yo'q. Ammo bu kishi xizmatsiz. Bu bola xizmatsiz. Mundaq chiqqanda Uyg'urlar ichidagi tunji ishsiz doktor. Bu bolaning bir aloyligi hech qanday yerga yelinib, yolvurib bo'lmaydi. Oldirab bir narsaga qo'l qo'yib, ma'qul deb kim shamol chiqarib bersa, shu shamol bo'yicha mangmaydi bu. O'zining ideyasi bilan, fikri bilan yashaydi, nayt qaysar. Uning yaqin do'stlari bor. O do'stlari nayt yaxshi biladi qandaligini. Bu bola endi shu yana o'z bir yoqdan tirikchilik qilib, yani ilmiy ishlarga shug'ullandi. Lekin ilmiy asarlarni e'lon qilish, asarlarni e'lon qilishga imkoniyati bo'lmadi. Sen bu kitobing uchun hech qachon ko'klayolmaysan deb ekan bir boshliq inimga. Kitobing uchun hech qachon ko'klayolmaysan deb ekan. Haqiqatan ko'klayolmadi. Oxiri men Amerikada Erkin Osiyo radiosining bosh tahriri, albatta biz u yerda Xitoylar uchun beram bo'lgan bir odam. Eng oxirida bu inim tuyuqsiz o'lib ketdi. Peyzivatda bir yara olgan.
dadam bilan birleşip şu yerni içip, dehqonchilik qilib, shundan paxt berib, pul tepib, hayotini mustaqil qamdagan. Men hech kimdan maosh olmay, o'zim qamdayman bo'ldi deb. Lekin shu jarayonda endi yuragida masala bor ekan dedi, u dedi, bu dedi, oxiri tuyuqsiz o'lib ketdi. Bir ukol uribdi. Ukoldan keyin dadam pulni to'lab chiqsa, doktorxona og'rib qilib, balang o'lib ketdi deb o'ligini beribdi. Shuni uni akilib Urumchiga qo'ydi. Ajalik endi inim tugab ketdi, yoshdi endi. Demak, mening demoqchi bo'lganim nima desangiz, mushu yosh inimning nurg'un orzular bor, amalga oshmadi. Shu mening demoqchi bo'lganim, mushu bizningki bu inimni ko'p asarlarni yozgan albatta, nurg'un g'oyalar bor. Mening demoqchi bo'lganim, endi bizmi yashaydik ayni vaqtida. Xudo Abdurim O'tkir iz she'rda yozgandek yashaydik. Uzun safarga atlanganda biz degandek, biz hammamiz yashdik. Hozir bizning yeshimizmi 60 ga qarab ketib boradi. Nurg'un do'stlarimiz bilan tang yashaydik, biz birga o'ynab, birga o'qib. Hammamizning yeshimiz bir-birlab cho'ng bo'ldi. Endi yangi avlodlar albatta hozir 20 yosh, 30 yoshlik avlodlar bor, ular ishini davomlashtiryapti. Biz burungi cho'nglarimiz bizga gap qiladi. Men shu bizning tariximizdagi nurg'un mashhur shaxslar bilan suhbatlashib bo'lganman. 30 yosh vaqtimda, shu vaqtlarda 20 necha yosh vaqtimda Abdurahim O'tkirlar bilan siyosiy tariximizdagi muhim shaxslar Sharq Turkiston Jumhuriyatining Saydullo Sayfullayevlar bilan 3-4 qatimlab uzun suhbatlarda bo'lgan. Shu vaqtda bizning Sotaxun Sovrov rivoyat xarakterli qahramonlarimiz. Ular bilan suhbatlarda bo'lgan. Ular hammasi menga bir cho'ng bir umidlik so'zlarni degan. Abdullah Talib yozuvchimiz Zordun Sabir bilan so'zlashamabdi ekanman. Uningdan boshqa Turg'un Almas va boshqa hammasi bilan shu vaqtdagi o'rta yosh ba'zi peshqadamlarning nurg'unlarining ismini unutilib ketilgan kishilar, ba'zilari bilan xizmatdosh bo'ldik, ba'zilari bilan suhbatdosh bo'ldik. Shularning gapini oladi. Hammasi seningda umid cho'ng kelgusida sen tariximizni, millatimizningini yozasan, sana bizning umidimiz cho'ng, sizdan kutadigan deb ash gaplarni deydi. Hammasiningki qoldigan gapi. O'rta Osiyoda men mush Abdurauf Mahsum Ibrohimiy Sharq Turkiston Jumhuriyatining bosh kotibi, Ziyo Samadi shu vaqtdagi, Yusufbek Muxlisi, Ashir Voidi va uningdan boshqa nurg'unlagan polkovnik, nihoyat mashhur odamlar bilan suhbatdosh bo'ldim. Ularning fikrlarini angladim, gaplarini angladim. Boshqa chet ellarda albatta nurg'un suhbatdoshlarimiz bor. Ahmad Egambad akamiz va uningdan boshqa nurg'unlagan cho'nglar ham o'zimiz tang yoshdagi va bizdan kichikroq bo'lgan do'stlarimiz va doim suhbat bilan. Ko'p kishilarda shu ilhom, umid beradi menga endi. Demakchi bo'lganimiz, mana bizmi vijdonning ichida cho'ng odam bo'lib qoldik. Yeshimiz cho'ngayotdi, olg'a qarab mangimiz endi, orqaga chekinamiz. Amal. Shunga yoshlik vaqtimizni ching tutaylik. Burun shular hammasi menga shunday deydi. Yoshlik vaqtingizni ching tuting, qadrlang. 30 yoshingizni qadrlang. 40 yoshingizni qadrlang. Har minutingizni qadrlang. O'tib ketmasin. Bizning beshimizga kelgan, siz kelgan kunlar sizga kelmasin. Sizning nurg'un fursatlaringiz bor ekan, fursatni qo'ldan bermang deydi. Men shu bo'yicha men shularning so'zini doim esimda tutdim. Shu mening demoqchi bo'lganim, mening bizdan yosh bo'lganlar va meningdan yoshroqlardanmi yosh bo'lganlarga, texmi yoshlarga o'zlari bildigan, o'zining yeshi bo'yicha. Men yosh deb o'ylamayman. Cho'qim yosh cho'ngiydi, cho'qim u odam qariydi. Bir yoqda u qonuniyat. Keyin pushmon qilmaslik uchun yoshlik vaqtingda, kuch-quvvating bor chog'da, aqling to'lgan vaqtida, iqtidoring bor vaqtida sen o'rgan, bilim ol, tirish, millating uchun qo'lingdan kelgan ishlarning, yaxshi ishlarning hammini qil. Millating uchun. Keyin o'zing pushmon qilmaysan. Mening deydiganim shu endi. Albatta biz hammamiz millatimiz uchun o'rtaq tirishsak, yaxshi o'rgansak, o'qisak, bilim olsak, bilimlik bo'lsak, qobiliyatli bo'lsak, bu har jihatdan o'zimizga foydali, millat uchun foydali. Bo'libmi g'arb dunyosida bugungi kunda nihoyat obdan yashayotimiz ko'pinchimiz. O'tganda do'stim Nuriy Turkal nihoyat yaxshi bir gap qildi sizning ziyoratingizda. Shu chet ellardagilar bolalarini yaxshi o'qitish kerak. Siyosat fanlarida o'qitish kerak. Xalqaro siyosat ilmlarida o'qish kerak. Mushlavli shug'ullanadigan xodimlar yetishib chiqish kerak. Yolg'iz tijorat, iqtisod bilan emas degan gapni. Bu gapni menga nihoyat yaradi. Biz demak ashundaq ilmlarni o'rganishimiz kerak. Bugungi xalqaroda
aşı ilimler bilen biz özümüzni nayt yaxşı tonuştura alayımız. Özümüzün dertlerimizni, azap okubatlarimizni, arzu armanlarimizni, mevcut reallıklarimizni nayt ilmi yukarı seviyede tonuştura alayımız, bildire alayımız. Tibetlikler ve başka bizge okşaş milletler nayt güçlük yitilgen bugün günde çok. Çokum bizim şunda yitilişimiz gerek. Ben inşallah mana iki kızımni şu maxsus xalqaro munosabat kasbi o'rganadigan kasbga siyosat. Shuningga o'qishga jalb qildim desam bo'ladi. Kelgusida 5 yoshlik 4 yosh kirgan o'g'lim bor. Shunimi kelgusida shundaq umidim bor endi Xudoyim bursa. Albatta uningdan hayot yaxshi yashagani bo'ladi. Shu kasblarni o'rgansimi Amerikadagi, G'arbdagi va boshqa davlatlarda o'zining tegishli yaxshi o'rnini topa oladi, yaxshi turmush kechira oladi. Shaxsiy turmushni. Çoxum odam savdogar bo'lish shart emas, Uyg'ur bo'lganlik uchun. Çoxum biznes, tijorat kasbini o'rganish shart emas. Milleting uchun bugungi kunda jiddiy ehtiyojli bo'lgan, kerak bo'lgan narsalarni ham o'rganishing kerak. Çoxum tarix kasbi o'rgan demayman, tarix kasbini o'rganadiganlar bo'lish kerak. Albatta Amerikadagi G'arb dunyosida bir tarix fakulteti tarix o'qigan odam keyin xizmat tepish masalasi, bir yerda ishlash masalasida bir qiyinchilik yo'liqishi mumkin o'z kasbini tepish. Ama aman tapıdı çoxum bu Amerika'da fırsat köp devlette bu ulug' fırsat devleti Amerika degan demokratik erkin bir devlet. Her qandaq adamga imkoniyat bor, imkoniyat yaratilgan. Onun ırq, millet cheklimisi yo'q. Onun qabiliyati, talanti ham, onun tajribasi ham onunga imkoniyat beradi bu devletde. Vallahi şuna o'qishimiz kerak, bilimlik bo'lishimiz kerak, qobiliyatli bo'lishimiz kerak. Şunu yoshlarning demoqchi bo'lganim hammamiz özümüz milletimiz için, halkımız için, hem özümüz için, özümüzün şahsiyetimiz için, ailemiz için en doğru, en yaxşı, en paydalıq degan yollarını tepip şu degan narsa bo'yicha menishimiz kerak deb o'ylayman. Mening fikrim shu. Köp rahmet. Hem Uyghur yaşlarına hem Uyghur ata-analarga, Uyghur halkına ait yaxşı mesajlarını berdiniz. Biz bilimlik adamlarga muhtaç. Bütün sahalerde, ötken Nuri Türkel efendim ait yaxşı diye bugün siz şunu davatsız. Biz özümüzni muş xalqarada ifadeleş üçün muş yana bilimge muhtaçam. Bilim degen güç degen gepken bu öyle mındaqıl dep qoygan gep emas gep. Bunu biz yaşap hazır 21. əsrdə bunun aitimi eniq tonup yetdik. Hem güç hem baylık degen gepke. Köp rahmet bugün nait yaxşı mesajlarımı geldi. Bir işki tarih bilen münasebetlik sual var. Lekin bu bizim bugünkü məxsus tarih bilen münasebetlik program bo'lmaganligi uchun bugün Nebican Tursun efendim bile biz onun hayatı, onun utuqları, onun eserleri, onun dinkin tarih nezariyesi bilen münasebetlik söhbet etdik. Şunun için keçiringlar bu suallarını keyinki Xudayim birisi yana programlar bo'ladi. Şu çağda sorsanlar cevap verimiz, cevaplaydı dep o'ylayman. Onun için Qozog'istondan, Türkiye'den, dünyanın her qaysi joylaridan sizin dostlarınız, sizin o'quvchilaringiz nəhayət yaxşı tiləklərini bildirdi. Hammalarga köp rahmet etmə. Xudayim birisi yana shundaq programlarni qilishga tirishimiz. Sizga köp rahmet Nebican efendim. Tarixni bilmeyen milletlerin kelgüsümü mücmel bo'lib qoladigan gap. Hem de bugün nəhayət yaxşı, muhim bir tarixçimiz bilen bir yaxşı bir programni qildik deb o'ylayman. Hammanglarga köp rahmet. Hammanglarga salomatlik tilayman. Xudayim buyursa yana bir programda yüz görüşkice aman bo'linglar. Xayr xo'sh. Sizga köp rahmet. Rahmet.